Assalamu alaykum dünyanın arkadaşları. Yaşayotgan muhterem kardeşler, hemmelerine Allah'ın salamı, rahmeti bolsun. Pidayla ekranına tekrar hoş geldinler. Uzun bir mezgil aralık taşınıp kaldı, dilerleş fırsatı bulmaya kaldı. Bu aralıkta bizden hal sorgan, bizden sevgingan, yaxşı yaman tilek, dua etekleri bilen, ümitleri bilen yad etken, esligen bütün qarindaşlar için köngülümüzden salamı, rahmetimizi bildirimiz. İnsan bu da sütümüz bilen dünyadaki en katta zalimlarına qatardan orun aldı deyilatkan hazırkı şu zalim tecavüzçü Xitayga karşı köreşlerimizde acizane kademlerimizden nahayeti mürekkep ters imkansız deyilatkan şaraitte akoplarda yatkan cansizlarga o'xshash barligimizni pido qilish yo'lida tirishchilik ko'rsatyapmiz, ammo ba'zilarida nisb bo'ladi, ba'zilarida nisb bo'lmaydi. Aynan shuning sababi tufaylidan turli qiyinchiliklarni hal qilib, yana normal assalomu alaykum deb ekran orqali Alloh bizga ne'mat qilib bergan bu sharoit imkonning vasilasidan sizlarga salom qilib turibdik. Bugun yana daqtanlarga Alloh nasib qilsa o'zining ilmi sahasından başka halkımızın menfaati için tertipsen boldu, adarak ecir kılsam boldu, bir menfaatler bolsam boladı diyen ziyalilerimizden Mevlan Yasin Efendi'nin yani bir izlenişini takdim kılımız. Xavranlı boğanda biz programları aralarımızda aralap her bir zürriyet kelgen yerde tilgelip ötülgen biz zaten nemige karşı zalim mu, zulüm mu veya ki tecavüzçü mu diyen bu sözüne nima uchun deganligini izlanishleri asosida o'tirg'a qo'ymoqchi bugun hammalarni sig'indirib ekranda tekrar ko'rishimiz bilan sig'inayotgan Mevlam Yasin efendim geldi. Assalomu alaykum Mevlam aka, hoş geldiniz. Aleyküm esselam. Qanday yaxshiramsiz? Yaxshi, yaxshi. Bu avval Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaylik. Oldin qatam Turkiyada bir dini adama tilpini uribdi-ki, bu oldin qatam emas, shu bir 2-3 oy burun. Ukam har qanday suhbatni boshlaganda bismillah deb boshlam dedi. O'ylab baqsam, o odamning degan gapi nihoyat to'g'ri ekan. Shuning bilan bismillah deb nimani boshlaymiz. Emniyette bismillah emmeler deyimiz de. Bazen karandaşlar şu sözün beşi de Esselam'ın beşi ama bismillah elip özünün takvadarlığını yoki itibar berdiganligini ifodalar qilgan bo'ldi. Unutib qolmaslik uchun boshqalarga o'rgatish uchun deyotganlarni tavsiya qilayotganlarmi bor. Riyodan saqlanish uchun maxfiylar qilgan bor. Biz biraz ekranlarımızda universallikni asos qilish maqsadi bo'lganligi uchun hatta diniy programmalarımızda bu bismillahni içimizde deb keldik. Eğer sırtı değmen deseniz onunla nemi yok. Bizde bir mesele yok. Ya ben o içimizde deymiz ko bunu. Endi bir hili bir obgan. Ama hili hürmet kıldıgan. Bir Türkiye'deki bir dini qeyrinishimiz bor, obgan savati bor. Şu telefon qilganda menga debdikan fikr haqning fikr to'g'ri bo'lsa qabul qilamiz. Yaxshi fikr. Evet. Shuning bilan uzun bo'pti deyman, sizmi ayliqi Ramazondan burun uy ko'chaman dedingiz. Men qarsam Amerika deganda biz uyni atdeganda bir kuni oyoq ko'chamdiq deymiz, bir mashinaga ko'chibdi bir kun tuyitib bo'lamiz deyman. Siz 3 oydan eshib ketdi bir uy ko'chadingizmi yo 5 qavatli imorat soldingizmi ustimidon? Estağfurullah. Ya o sizin köşünüzle bizim köşümüzde fark var ki. Sizin köşmek çoğu öy bütün teyyak kılınan hem neresi cahil demiş, aynı anladık hem de. Bizi duyardın da demez. Köşmek çoğu kuruk öyge kirmez. Bekalap baga öynümü, bekalap taşlar çıkıp ketken öynümü, şu ikinci bir edemden koluk ötkidek pakiz kıpırımız yani. Şuna hem öy köştük hem ürümüt kıldık. Köçep çıkan öynümü hem ürümüt kıldık. Aşina olup biraz uzuk ketdi. Bu öyküç mağalan bulmaptı, etrafta başka arkadaşlarım bulaptı. Dilyar Musabay'ın ama öyküçeş nimsi odılık hep kılıp, umuş ona ekran vermezgili kılıp gitti. Herhalde bundan keyinki programlarımızdan inşallah Allah nasip etse normal bir şekilde devam kılışını Allah nasip kılar inşallah. Şunlara bu şaraitka qarab mağduk. Hoş, bu sözlerden kardeşlerimizin nimisini vaktini almayla. Herhalde tekrar yüz görüştük. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükür. Nimelerden bu viruslarımı asasiyattan Amerika'da hazır toxtab kaldı hem yani. İçi vetti. Ben bir hafta burun Las Vegas'ta Amerika'nın qıma şehri var. İnjiner cihetten dünyadaki yettim çoğun injiner mücadının biri deydi o şehrini. Bazen bütün mehmanxana lık
bütün kımahanılık, bütün her yakır, maşin koygudak adam yok, hiç kimde maske yok, şunda okuduk, değil mi ya? Endi ma timak diyesek, mesela ben ile çoğun boğan ailem, dadamlar Ahmetcan Kasım'ni intayın hürmet kılıdığan, ile şunda bir mukaddes görülen bir ailede çoğun boğan. Ben Ahmetcan Kasım diysem açık kiletti. Ahmetcan Kasım deme bir hürmet oldu. Ahmetcan Kasimi de aşında kıldığı ailede çoğun boğan değil mi? Endi kim Amerika'ya keldik? Amerika kelgendikin aval şu matematika, meni kasbim matematika. Keyin yumshoq detal injener buldum Canbek üçün. Şu jaryalar okuduk, nima qildik bu jaryalar qaraydigan ishlar yo'q. Men sizin burun degan men Amerikaga kelib bir vatanning davosini qilayda kelgan odam emasman Amerikaga. Men Amerikaga kelib, obdan o'qib, vatanga qaytib, üniversitede profesör bulup, ballarını terbiyelesem, profesör boğandikin şu ürümçette üyelerimi xeyde yaman emas, 100 abroyumuz buludu, xeyde orunumuz buldu, şundaq bir yaşasam, şu ideya bile Amerika'ya kelgen. Ben qağınlar, qanda inkılaplara keldim, ben onda ideyalar bile kelgen emas. Amerika men keliş jarayonida bularni ko'raman deganmi, bu oldimizdagi 20 yillarda kitoblarni o'qidik, bu tarixlarni bakchiq ko'rib ketmadik. Mening tasaddibiy Muşu tarixini, Uygurlarning tarixini ko'rib qilish İngilizceden bir təsəvvür ahvaldan bo'ldi. Mening ayolim tilshunoslikda magistrlikni olgan, ingliz tilshunoslikda. Undan keyin bir qatam magistrlik maqolasida menga maqolalarni kopiya qilishga yordam qiling dedi, bir cho'ng universitetiga bordim. Amerikada O'rta Osiyoni tadqiq qilish universitetlarda nihoyat muhim bir kasb. Bu kasb qilgan nurg'un o'quvchilar doktorluk ünvanını ilişte bizning Sharqiy Turkistonning yozgan maqolalar shunda jiqki. O kitap çıkarılmaydı. Keyin kitap çıkarılmaydı. O maqolalar bulup şu maktabning kutubxonasida har bir doktor olgan bütün maqolalar o turdi. Shularga men shularni bekish jarayonida bularning shu vaqtda yozgan nurg'un maqolalarini o'qib chiqgan. Bu Sharqiy Turkiston to'g'riliq yozgan maqolani rasmini etsiniz, keyin Nancy deyilgan bizning bu yerda yaqin Amerika hukumatı Sharqiy Turkiston bizningki atalmış Şinjan Universitetiga berib dars o'tgan. U ayolmi men 300 pajidan jiq maqolani o'sha copy paste akatmadi. Şu jarayonlarda men Amerikada bular doktorluk ünvanını ilish uchun yozgan maqolalar bo'lgandan keyin bununki obyektivliğe, bu materyalların to'liqligiga intayin dikkat qilib bo'lmasa o'tanmaydi. Maqolaning saviyasini yuqori bu maqolalar. Şu maqolalarni o'qish jarayonida endi men shu vaqtlarda esim keldimda, bu Uyg'urlar nima uchun mag'lub bo'ldi? Bu Uyg'urlar nima uchun to'mir masalan aytsak, Uyg'urlarning mustamlik bo'lgan jarayonni masalan 300 yil desak bo'ldi ekanda, Manda istak men bu doğruluk bizning tarixchimiz ve arquluq Qurban Vali ve tarixchimiz Qahar Baratlardan sözleştik. Ameliyatda 1757 yıldan tatip, şu vaqtdan tatip Manjurlar, Chaqchallar kelishdan başlagan vaqtida biz qarışlıq ko'rsatmagan. Manda istak 300 yılda bo'lib ketdi. Biz mag'lubli bo'lib keldik. Nima uchun mag'lub bo'lmas, nima uchun mustaqil? Shu vaqtlar men kurashlarninki shu birinchi masala bu mag'lub bo'lgan nima uchun men buning sababini izlab kurash qarab baqsam, hech qachon boshlashni bo'lib ketdi. Sobiq Damullamning ilhom turini. Bizning harakatimizning hammasi mustaqillik harakati emaski. Hammasi zulm qarshi ekan. Bu da men shuning uchun shu vaqtlarda men biz kimga qarshi tacavüz kılgıcılarımı ya zulüm kılgıcılarımı dep beşpaça onun dikin Uygurlardan mustakil ruhbamı g'alaba ve mağlubiyette kendilerine yetpaç makal ilan kıldı mı? Şunu okuldu. Şu okulan diken şu bugün onun diken çonkurlap ve şunu bir tek bakayda bu yakka intildim. Emsi bugün ben bu kipimni azırak kriz sözden başlay. Muşu mesele doğrusu oradayız. Bugünkü sözümüz bunun dinkinki muşu mezmundan sözümüzninki umum yüzlük bir kiriş sözü olup kalsın. Şunun için bugün ben tarihini asasiyetten yakın zaman tarihini bir şekilde eslep üt gitme mühim ahvallarını şu jarayonda rasmlab qilib.
1937 yılı 7. ayının 29. günü Beijing'ni Japonlar işgal kılgan günü Xitayning dаңlıq yazğıçısı ve şu vaqtda Beijing Üniversitetdə dərs ötüyotgan Liang Shiqiu öksüp yığılap ko'zidan alam yoshlari to'kilgan peti qiziga shundoq debdikan. Balam, atidan boshlab sen yegan qo'tirmash bo'lsa, munqarzi bo'lgan davlatning qo'tirmachi. Vaqtdachi Ming Tian Nichi de Shaobing 就是王国路的烧饼的。王国路degan Xitoyda gap mishadi chiqqan. Wang Guolu degan gap, Wang Guo degan davlat halak bo'ldi degan gap. Nu degan qul degan gap. Halak bo'lgan davlatning quli degan gapda, endi buni men Uyg'urcha lug'at qarab baksam, bu Uyg'urcha lug'atda munqarz bo'lgan davlat deb qopdi, men shu qadar iltmoqdim. Tarixda, endi shu men shu lug'at qarab baksam, Wang Guolu degan tarjim qildi Uyg'urcha, Xitoycha Uyg'urcha lug'atda munqarz bo'lgan davlat deb qopdi. Bunlar tarjimasi. Ben şu yerden aldım bu gapni. Xitoy tarixida ikki qitim mustamlikida yaşagan. Biri bo'lsa Mo'ng'ullarning mustamligida. O 1271'den 1368. Yana birisi bo'lsa Manjurlarning mustamligida. O 1636'dan 1912 2800 yilda bo'ldi. Yeni qulluqdan ozod bo'lgan Xitoy bu qulluq tarixning takrorlanishini qat'iy rad qilib, munqarz bo'lgan davlatning qo'tirmachini yana bir qitim yeyishni qat'iy rad qilib, jafo mushaqqatga va xavf xatarlarga chidamliq va irodali kurash qilib, qulluq tarixini yana bir qitim takrorlanishini rad qildi va o'zi davlatining egasi bo'ldi. Xitoy shundan keyin Kuomintang va Kumintangning zulmida yaşadı ve yaşap kilovatıdı. Lekin zulüm kılgıçlar ve zulümü uçurgıçlar birdek şu zeminin egisi, Xitayning egisi. Lekin Uyg'urlarning qulluq tarihi to'xtamay takrorlanyapti. Uyg'urlar Mo'ng'ullarga taslim bo'lib borgandan tortib bugungi qadar taslim bo'lishni esil an'anaga aylantirdi. Çağlap yatıdığan ve evlat azizlep saklaydıgan en güçler kılıp saklap kilovatıdır. Kulluk zincirden azat buluş Uygurlarının düşüncesi de bir kabahatlik düşüşe aylandı. Kullukta Çin isilip turveliş Uygur tarihinin asası yıkımına aylandı. Moğol yokalganda biz şu kullukni tallaş tarihini tekrarladık. Manjurlar yo'qolganda biz shu qulluqni tanlash tarixini takrorladik. Bizdan yetishib chiqqan mulla imomlar, doktor olimlar, savdogar tijoratchilar, siyosiy pana topquchilar, radio tor ekranlari, muxbir yozuvchilar Xitoyni tajovuzchi dushman deb so'zlashi texi bir iqimga aylanmadi. Chet elda yashayotgan va yetişip çıkıvatkan Uygurlarının ortak bir alaylılığı var. O bulsa Xitayni tajovuzchi düşman demeydi. Resim birinci ne kılına? Birinci resimde. Ya birinci resimde takak var. Mana hazır. Muşu resim işadla tutsun. Mana ko'zanlama Uyg'urlarning kaniyetki zincir, qo'ldagi mayoqdagi takak. Ko'rgansizlar, takak bilan zincir ikki resim chaplab qo'yaman takak. Bu zincir ve buyum turuq 300 yildan ishib ketdi bizning bo'ynimizda bo'g'ilib, qo'limizni bog'lab va putimizni kishanlab kelyotdi. Devre neçe qitim bizning bo'ynimizdagi bu zincirni üzüp ve takak kishanni parçalab tashlasa, biz bu parçalangan takak kishanni ve üzülgen zincirni terib ilib, remont qilib o'zimiz taqib oldik. Bu takak bilan zincirni
parçalgan yoki parchalashga intilgan har qanday Uyg'urni xoni vayron qildi. Biz mushu zanjir va bo'yin turuqning ichida eng xotirjam yashaydigan millatga aylandik. Bu zanjir va bo'yin turuqni badanimizning tabiiy bir qismi deb e'tirof qildik. Qo'g'daydigan va asraydigan millat bo'lib yetishib chiqdik. Chet elda yashayotgan Uyg'urlarning ichida qanchasi Xitoyni tajovuzchi deb qaraydi va uningga qarshi turdi. Amerika va G'arbdagi Uyg'ur tashkilotlari BDT'da G'arb siyosatchilari bilan kurashganda ve o'zining nizam nomusida Xitoyni tajovuzchi dushman deb ataydi. Qanchasi Xitoydan ayrilib yashashni umid qiladi. Qanchasi bu zanjir va taqoqdan ayrilib qilishdan ansirmaydi. Qanchasi pasportga tug'ilgan yering degan katakchini Xitoy degan bu so'zni o'zgartirishga xohlaydi. Amerikada aşan o'zgarishimiz bo'ldi, biz o'zgartib bo'lgan Amerikada 99% Uyg'ur o'zgartishni xohlamaydi yani. Yana Xitoy deb yozadi uni. Siz har qanday Amerika so'zlashganda ashadgina o'zgartdimi deb so'rab ketgan. Bu rasmdagi zanjir va bo'yin turuqni Uyg'urlar badanining tabiiy bir qismi deb qabul qildi. Albatta uningdan ayrilishni qo'rqidi va uni qo'g'daydi. Rasm ikkinchiga keling. Mana mushunga. İşte rasm iki. Bizning ölü mallarimiz g'adib o'ltirgan Xitoyning yinida tizlanib sadoqatmanlik bilan o'ltirgan. Xitoyning miltiqi Uyg'urlarning ko'krigiga batilib turgan holat davomlashgani 100 yildan oshdi va o'zgarmadi. Hozirmi chet elda yashayotgan Uyg'urlar bir mahrum Xitoyning oldida tiz tutib o'ltirdi. Ko'p sonli Uyg'urlarning qalbida yuragini sıkıp ve tamaka çekip oturgan bir Xitoy bor. Aşk Uyg'urlarning yuragini mushtar yazsangiz aşağı tamak çekip oturgan bir Xitoyni ko'rasiz. Xitoyning xanjiri ve betlengen miltiqi bu Uyg'urlarning xiyoldan yiroq ketolmaydi. Bu mahrum Xitoydan zodi ozod bo'lolmayotidi yoki ozod bo'lishni xohlamayotidi. Bu holatni o'zgartirishga intilgan barliq tirishchanliklar shu kurashning oldiga o'tib olganlarning mustaqillikni setib etishi bilan vayron bo'ldi. Uyg'urlarda Xitoyni tajovuzchi demaslik yoki tajovuzchi deb qabul qilmaslik tarixiy texir davomlashyapti. Tarixni qo'llab yurmasakmi Dunyo Uyg'ur qurultiyining mustaqillikni setayotganligi naq maydon misoli. Dünya Uyghur qurultiyi hozirgacha Xitoyni tajovuzchi dushman deb bayon qilmaydi. Mustaqil bo'lishni xohlamsan deb so'rasimi keskin javob bermaydi. Uyg'urlarda tajovuzchi dushmanga bo'lgan g'azab qaynab toshgan holat paydo bo'lib boqmadi. Dünya Uyg'urligi Xitoylarda ochgan yig'inda Veyjinsning g'adib o'ltirgan va Dünya Uyg'urligining hayatlari Uyg'urlar onun aldıda tizilib o'tlagan rasmdan yeni zamanda birini bizga sijob berdi. Uyg'urlarning bu xil ahvolini, bu xil zulmga qolgan ahvolini Muhammadjon Rashidin yozib bir she'r yozgan buni to'g'riliq. Men ashuni ichida bir necha misrasini o'qib beray sizlarga. Men Muhammadjon Rashidinning she'ridan. Birovga pul, birovda ustimiz jul-jul. Buni o'ylarga dono yo'q. Birovga erkilab keldi. Ulug' odat bo'lib bizga tamom taqdirga tiz tutmak. Hayotda qo'limiz sunsa yana pul mol to'lab keldi. Durib afsun desa anglab taomni untida uchtvoq. Nijot izlab mazolardan qiyonda ko'krab keldi. Ini topgan javohirlar shu yangliq shuncha ixlosdan moral çatqanda qolgandek talay yıllar tinab keldi. Bu tilash Muhammadjon Rashidning sarışı biz hozirgi Uyg'urlarning kunini tasvirlaydi. Birinchi Cumhuriyet kurulishdan burun
bu zincir ve boyun turuqni parçalash uchun baturlarımız çıqqan ve xalqimiz bel bağlab jang qilgan. Lekin bozg'anni egiz ko'tarib, bu zincir ve kishan taqoqni parçalamoqchi bo'lganda shayton qulqimizga kelib, bu zincirden ayrılıp kalsan, tinch hayatından ayrılıp kalsa deb kichirilgan zaman egiz ko'targan bozg'anni tashlab, tutqulumuzga zincir ve taqoq kishanlarni o'zimiz taqib oldik. Bu zincir ve boyun turuqdan hosil bo'lgan tinchlikni mustaqillikdagi qiyinchilikdan ortiq ko'rdik. Uchinchi rasmga kelamiz. Mustaqillikqa menish yo'lidagi qiyinchilikdan ig'ir ko'rdik. Mustaqillik bo'lsa qiyinchilik, u qiyinchilikda hozir zincirning ichida tinch yashayli degan bizningki dunyo ko'z qarshimizga aylanib qoldi. Mana Yaqup ve qo'shinlari bu zincirni uzalmadi. Uçuk aytsak zincirni uzishga qiziqmadi ve ishtiyoqi bo'lmadi. Bular tajovuzchi qilg'uvchilarga qarshi urushni Sharqi Turkiston xalqiga zulm akildigan vaziyatga aylantirdi. Sharqi Turkiston xalqi tortayotgan zulmning manbasi tajovuzchilar degan ong'a sakrab o'tolmaydi Uyg'urlar. Bizningki tortgan ong degan. Ma rasm endi shu Yaqup Bekning rasmi, ma Yaqup Bekninki qo'shinlari. Yo'q chiqqanda bu rasm. Bu rasmlarni hemen to'rdan topa olasizlar, jumla. Hech qanday topamsanlar, masalan, men Facebook'umda Uyg'ur tarixiy rasmlarda 10 albüm yazgan, her bir albümde 200 dak, cemi 1200 dak rasm var. Ben bu tarihteki bütün resimlerini yığıp, emniyette Uygur tarihinin en çok körgazmıqasını benim Facebook'umda yazıp çıkan. Kösenler var, 8 albüm var, 1808 yıldan tatkan 1060 yıldan burun aşında tatkan 1200 dak resim var. Hazır için benim görüşümce akşam aldık Uygur tarihindeki en çok tarihi körgazm resimxanı şunu dep oylayın. 1873 yıldan 1874 yıllarda Angliyaning Qashqarki konsulxonasida ishlagan Yaqup Bek bilan kurashgan Henry Walter Bellow Yaqup Bekning chiroyini bunda tasvirlagan. Endi bu oylik mazmunlarlik, lekin odam Yaqup Bekning chiroyini tasvirlabdi-ki, rasm 4 bo'lsa, rasm 4ni kelib qo'ying, rasm 4. Bir onda İngilizce ben xatlarni sapla nim qilib atdim. Tuvandagi rasm 4. Ash ko'kni. Ashning tarjimasi de Yaqup Bekning chiroyini nim qilib kirgizib qo'ydim. Chiroyda Yaqup Bekning davatida bu shu vaqtdagi Qashqar konsulxonaning gibi. Yaqup Bekning chiroyda Tatar filologiyaning umumiy ko'rinishi bor. Uning yumshagan qo'polligi O'zbek tili bilan siyliqlashtirilgan. Qo'riqsiz ve aldamçılıksız keng chiroyi to'liq ko'rinib turdi. Uning ifodalashiga hissiyot qizg'inligiga qaraganda qo'mondonlik salomati tuvan ko'rinib turdi. Uning salomati. Rasm 5 ekana, rasm tuvanga 5-chi rasm. Mushunga. Henry Walter Bellow'ning bu sözünü ben Hong Kim-ing yazgan Xitoydagi Muqaddas urush degan kitobning 77 betini aldım. Men ikki kitobdir. Men so'ng tarafki Life of Yaqup Bek degan Abayga yazgan kitap, men bu kitobni buyurib qo'ydim. Tek kemmidi. Men o'ngchatdiki men kelgan Hong Dong Kim degan Koreyalik bir professor. Bu Yaqup Bek tarixini yazgan Holy War in China deb. Xitoydagi muqaddas urush deb. Bu kitobni hozir dunyoda mushu Yaqup Bek davrini yazgan en authentik deydi, en huquqli kitap deb hisoblaydi bu kitap. Bu kitobni o'qib chiqdim. Men ani mush kitobning betidan oldim, Abayqa Yaqup Bekning chiroyini yazgan narsani. Mana bu kitap Life of Yaqup Bek degani uni men bu kitaplar yomon qimmatmi? Bu kitaplarninki ilaqa doim bitilmagan ekan, siz so'rsangiz sizga besib akab beradi. Shumush bir kitaplar 250 so'm, 300 dollar, 250 dollar aşında. Men 5 kitapni order qilsam 1270 dollar ketibdi. Bek qimmat bu kitaplar.
Ben mesela mənbəsini köp mən qoyup koydum. Eğer muşu tarixini okuyman deysanglar, bu tarixte bu uruşlarning kelib chiqish mənbə şu vaqtdagi Rossiya, Xitoy, Angliya o'ttiriki siyosiy kurashlar mu Sharq Turkistonda ilib borganlar nihoyat tafsili yozilgan. Bu kitobning kirish so'zida shundoq yozgan. Xitoydagi muqaddas urush bo'lsa, 19. asrning oxirlaridagi Şinjan'daki musulmonlar isyanının tunji universal ve tangpungliq tarihi bo'lib qoldi. Bu kitobni da'vatidi. Bu qo'zg'alon Yaqubbek davrida mustaqil islom davlati qurishni keltirib chiqardi. Bu mustaqillik 1877 yılı Çin armiyasi bu rayonni qaytirib elib, uni Jungo davlatiga kirgizib olganda yo'qoldi. Bugün kunda Şinjan Uyg'ur Abdun rayoni deb ataydi. Rasm 6 akab qilgan, tuvanda rasm 6. Yeşil tuğan. Ben meyge asli mənbəsini yazıb koydum. Habayaqsi mən aşı deken ki, muş gapның tərcümesi, muş kitabның Kristol'daki tərcümesi. Bu kitap hatta deydi 2019 yılı Şarkı Türkistan'da ilip bağın qo'zg'olonlarni o'quvchilar bilan Xitoylar bo'lgan kurashlarning hammasining asli tigi mushu Yaqubbek hukumatidan ashadin boshlasi bo'ldi. Uyg'urlarning mushu Xitoylar bo'lgan ilib bo'lgan ko'rishi shu vaqtdan boshlangan deb ashaga ulagan bu kitap. 2009 yildagi urushlarni nihoyat yozgan. Rasm 7ga akab qo'ygan, rasm 7ga. Tuanga ashaga. Yaqubbek hayatının mağlup oluşuğa Yaqubbek'nin hayatı degan kitapta mundaq yazgan. Ben de koydum o kitabını zakas koydum. Mani abayqi musulmonlik muqaddas urush degan yuqoridagi kitapta balki mushuni men koydum. Bu Yaqubbek'nin mağlup bo'lishini mundaq yazgan. Yaqubbek'nin hukmronligi yerlik kishilarning qo'llashiga erishilmagan. Bir yerlik Qashqarlik jangchi ve başlıqның oğlu şundaq dedi. Xitoy hükümranlık qilgan mezgilde hamma narsa bor edi. Şu vaqtda Uyg'urlarning ideyasini ko'ringlar. Çünkü hozir degani Yaqubbek davrida hech narsa yo'q. Yaqubbekning xalqqa ig'ir bojlarni yuklashi ve İslam şeriatı qonunni qattiq shartlantirishi Türk musulmonlarning nafratiga uchirdi. Bu kitap Yaqubbek'nin mağlup oluşunu kördü, ahiretini karşı. Bunundan şunu düşünemeyiz. Yaqubbek'nin zulmü bilen Xitoy tacavuzçılarının birisini tanlashda Sharq Turkiston xalqi Xitoy tacavuzchini tanlagan. Zulmga qarshi turishning zarurligi tajovuzchiga qarshi turishdan ustun turgan. Tajovuzchiga emas, zulmga qarshi turish Uyg'urlarning qiniga shu vaqtda singib ketdi. Hazır şu davamlaşıyor. Mesela Yaqubbek'nin abzal nimbosu mu o özümüzün devlet aşını için özgerse o devlet ahir özgürdü müstakillikte. Lakin Uygurlar Yaqubbek şu da nimo Yaqubbek devrinde aşı Zolsuntan'ın askeri kay şerkese şu şerke cancılar mıltıkın taşlap geçip diken. 8. Yaqubbek bahtırları. Mal köşkü 8. resmini çıkarın. Rengi çıkarsanız 8. resim. Hemen Yaqubbek bahtırları. Hemen Yaqubbek'in askerliğe memeye yizpoy devamlı bir tarih gönderişi olsun da. Yani muşak karsanlar bu cancılar nait Kayser. Muşak karsanlar nait destiden desti başında Kreşçanlığa dek dururken de Kim Hongdong Xitoy muqaddas urush kitobida Yaqubbek'ning mag'lub bo'lishini shunda analiz qildi u. Yaqubbek ofat xarakterlik ve iniq bo'lmagan biyurokları yerliklarni ümidsizlantirdi. Uyg'urlar aksicha Xitoy armiyasining qaytib kelishini qarshi oldi. Şu vaqtda Uyg'urlar bu kitaplarda işte resim 9 muşuk gapning nimesida Uyg'urlar
Şu vaqtida Yaqubbek bu zulm qilg'uvchini, o'zining millatidan chiqqan zulm qilg'uvchini yo'qotish uchun Xitoy tajovuz bilan kelishini talab qilgan. Shuni umid qilgan. Rasm 10ga keling. Ya rasm 10. Mana. Ya yuqoridagi ikki kitobning kirish so'zidan bir narsani yakunlaymiz. Uyg'urlar o'z hokimiyatining zulmiga uchraganda o'z hokimiyatini o'zi o'zgartirish orqali mustaqillikni saqlamay, aksincha tajovuzchini qarshi ilish, yana tajovuzchining ishg'olida yashashni o'z hokimiyatining zulmida yashashdan afzal ko'rgan. Xitoyni tajovuz deb tanimadi. Shuning uchun barliq qo'zg'olonlar Xitoyni tajovuzchi deb qarshi turish bilan aniqlanmadi. Balki Xitoyni zulm qilguvchi deb aniqlandi. Xitoy bilan bo'lgan ziddiyat ikki ziddiyatga aylandi. Zulm qilguvchi bo'lgandan keyin bu ikki ziddiyat bo'ldi. Tajovuzchi degan ziddiyat tashqi ziddiyat bo'ldi. Bak üç resim mana so'ng tarafdagi ikkisi, biri Zozongtangning rasmi, o'ttirki Yaqubbekning, mana shu vaqtda Yaqubbekni siyjigan rasm. Rasm 11ga keling. Rasm. Yaqubbekninki sizmi rasmimikin mava? Ma o o'ng tarafdagi sizmi rasmki. Buni ana Kim Yong-guk ya bir siyjatma Yaqubbekning siz o'ttirikisi aynı rasmi qo'y, ma Zozongtang bilan ikkisi ma yoqdagi Yaqubbekning sizmi rasmi. 11-rasm 11ga kelsangiz. Mana kitobda mana ikki kitob turdi mana. Mao The Cambridge History of China. Aylıqda Mao kitobi, bu kitob Zozongtangning yiligarligini mundaq yozgan. Va o'ng taraf bir kitob bor, kitobning ismini qilib qo'ydim. U kitobdagi hozir so'zlamoqchi bo'lgan Zozongtangning so'zini men o'ng tarafga bunda ip qo'ydim. Bu kitobda Zozongtangning yiligarligini mundaq yozgan. Uyg'urlarning Yaqubbekka bo'lgan ochchig'idan foydalanish va Uyg'urlarning qo'llashiga erishishni ko'zda tutib, Zozongtang Xitoy amaldorlariga shunda uqtir tushirib ekan. Yaqubbek o'z xalqiga zulm qildi. Hükümet askerleri, o Xitoylandayda, hükümet askerleri ularga yaxshilik bilan tasalli berish kerak. Yaqubbek ochko'zlik bilan xalqni qoqti so'qti qilgan. Hükümet armiyasi kam qusarlik bilan buni tuzatish kerak. Va Xitoyning bu ozodlik armiyasi bu Xitoy emas, keyin shu 49-yilda ozodlik armiya kelgan vaqtida Xitoyninki. Aşırı yin kelgan vaqtida mal-malak berib, Uyg'urlarning mallarini supurib berib, o iliq mo'maylarning uylarining suvlarini to'shib, ulan akabkas Uyg'urlar va alomat esil Xitoylarkan bu deb ketgan. Mana hozir ko'z. Bular Yaqubbek jara Zozongtang davrida boshlangan yillar Uyg'urlar. Yin kirganda shunda yaxshi bo'lib, bir tutuqib dasag'anga uni Uyg'urlarni yo'qotish. Mana bu kitobni o'qisanglar, uni History of Chinaning 10-tomida mana bu kitobda mana shu Adijan deyilgan vaqtda Adijanislar ayliq Yaqubbek askarlarini shularga nimaninki Zozongtangninki shu vaqtda askarlarga tushgan buyruqi men o'ngchatdiki men yozib qo'ydim, mush kitobdan e'lonlangan bo'lsiz. Shu vaqtida Xitoylar yin kirganda nayt Uyg'urlar Yaqubbekning nimasi ilk ishlarini va ularni akab berib, hech nima olmay shundaq Uyg'urlar tezda qarshi olib. Rasm 12ga keling. Yani bu ko'rinishlarida ma bir qisqa o'tib ketib bor. Ma sol taraf bo'lsa, Yaqubbekning qadimiy tekkan yerlar, Yaqubbekning ta'siri yetgan yerlar. Shu Turfan, Manas, Tochin, G'ulja mishalarga Yaqubbekning qadimiy tekkan yerlar ekan ma sol taraf. Ma kitobda edi. Ma o'ng taraf ma Zozongtangning askarlari Yaqubbekni qo'g'lab urush qilgan xaritlar, ma Qizil Sijoq hammasi shu Zozongtangning askarlarininki mangan yo'li. Sharq Turkiston kirgan yo'l. Rasm 13'e keling. Mana rasm 13 buni qaranglar. Birinchi Cumhuriyet kurulguchi. Birinchi Cumhuriyet kurulguchi
bizning ustimizdan hukmronlik qilgan mushundaq ko'ramsiz Xitoylar. U davrda Sharqiy Turkistondagi Xitoyning nüfusi umum nüfusining 5%ga bormadi. Bir Xitoy 100 Uyg'urning beshiga 200 yildan ortiq minib yuribdi. Yana bu Xitoylar bo'lsa, Xitoy ichidagi eng qoloq, apyun chekadigan, qo'ra jobduqlari nachar va ularman Xitoylar. Mushu Xitoylar otman desa Uyg'urlar ko'kragini tutib berib, chopaman desa bo'ynini egib berib, o'ldirman desa o'zining go'rini qo'lab, oldida ta'zim qilib, İslam dinini mushu sat Xitoylarning ideyasi bo'yicha tushuncha berib va pul mollarini berib ketdi. Uyg'urlarda Xitoyni tajovuzchi degan ong tiklanmabdi va hozirgacha tiklanmadi. U vaqtlarcha qarang, birinchi Cumhuriyet davrlarida, ikkinchi Cumhuriyet davrida Qashqar, Xotan taraflarda Uyg'urlar, Xitoylar tuzuk yo'q. Ben esimde var, biz 82-yili 78 ayda universitetiga bordik. Şu vaqtda da bir necha bizning G'uljidagi bolalar savoqdoshlar Qashqarga berib ketdi. Shunda hayajonlanib ketdi. Hey, Uyg'ur deganni-chi sen Qashqarda ko'rsang-ki deydi. Qashqarda yitga oshaq mangsa Uyg'ur degan daryodek oqidga Xitoy ko'maysan kerak deydi. Qashqarda Xangsu demakki Xitoy deydi deb hayajonli G'uljidagi yaman o'qiyotgan vaqtimda G'uljida ziyollar o'tirsam, o ziyollar Qashqarni haqlayron qilibdi. Xitoy yo'qka, juma oyoqqa borsam deb shunda ilhomlanib ketdi shu vaqtga Uyg'urlar. Shu Xitoyni Qashqarni bir tatay 80 tal askar bilan 30 tal miltiq bilan boshquribdi. Shu davrda men rasmning rasm sol taraf 1780-75-yil Qumuldagi Xitoy askarlari. Lamzada nacharlarni ko'raman. Sat yupqa va ishdan kiyib Chechene sallar bilan o'rib olgan Xitoylar. Mush bizda boshqa bo'lgan. Va o'ng tarafdagisi Xotandagi harbiy elchisi Tang Taji. Balari va xizmatchilari. Mush Xitoylar Xotan deganda asli yo'qli desangiz bo'ldi. Xitoy Xotanda mingdan bir qismi ming Uyg'ur yashaydi, bir Xitoy yo'qda, shu vaqtlar Xitoy dimi yo'q. Aqli mana muvanda mana bu shaxlar. O vaqtlarda masalan ta 2-chi Cumhuriyet davrlarida bu Xitoylar asosiyatdan shimol nima janubda yo'q, shimolda ko'proq. Xitoyning askarlari asosiyatdan Urumchi, masalan Turpan, Jing, Shixol, Kura, G'ulja. Mishalar Xitoyning askarlari boshqa yo'q. Xitoy yo'q. Shunday javrlar. Rasm 14 ga ekiling. Ma rasm. Midirmay tursin. Bu Yang Zenshin 1912-yildan 1927-yili 7-oygacha Sharq Turkistonga hukmronlik qilgan. Bu jallod sanoqsiz Sharq Turkiston xalqining qinini ichgan. Lekin Xitoy cho'ng yig'inlarni ichib, Yang Zenshinga nihoyatda yuqori baho berdi va milliy qahramon deb xotirlaydi. Atalmış Şinjan Avtonomiyada alayda Yang Zenshin muhokama yig'ini ichib, bu yig'inda Yang Zenshinga Şinjan mustaqilligiga qarshi turgan tunji odam Fandoy Jiangdu da dirin deb baho bergan. Buni kitobda chiqqan Yang Zenshinning rasmiy kitobda kitap chiqqan mundaq bir. Yang Zenshinda mana kitobni so'zlayapmizda atalmış Şinjan xalq nashriyati bosgan Tangir tog'ni qo'g'dug'uchi Yang Zenshin bilan zamonaviy Şinjan degan kitobda bu jallodga mundaq baho berdi. U tashqi bo'lginchi kuchlarni davlat darvozasi sirtida to'sib qoldi. U chet ellik diniy xodimlarni Şinjanda din tarqishni qat'iy ma'ni qildi. U diniy asabiylik ideyasining Şinjanda tarqalishini chekladi. U o'zining ozgina kuchi bilan zaminning butunligini qo'g'didi. Uning diplomatiya jihatdagi muvaffaqiyati uning ko'ra hukmronlik qilgan davrida Şinjanda hech qanday tajovuzchilikqa uchradi. Mushu Xitoy chiqqan kitob bu Xitoy jumlar, mana mushu Xitoy chiqqan, ma rasm 15 bo'lsa, kitobda rasm 15 ga chiqishini, rasm 15 ga.
Aşı resim, bir şey koysanız buldu. Bu şey resim 15, aşı kitapta ilingan sözü ben 100 koydum. Endi maylıkı Xitaycha nimalar manda rasm tursin qalayib qolmasa siz rasm shakl aytmadi mana aşı gapning Xitoy yozuvchilar buning bergan bahasi. Buhra Şehidi, Buhran Şehidi deymiz koy adam. U adam maqal yozgan. Burhan Şehit. Burhan Şehidi. U adam Yang Zhenxin Tongzhi Shiqi deb Xitoycha maqal yozgan. U maqalning manbasini men tuanda yozib qo'ydim. Yang Zhenxin Yang Zhenxin hükümranlık devri degan maqolada uningga mundaq baho bergan. Yilgar ve rayimsiz, o'zgarishga moyil, sirtqi ko'rinishda byurokratlik salobati yo'q. Odamga oson yiqilishidir. Parangchi, qiziqarli, ta'sir qilish kuchi nihoyatda yuqori. U har millat xalqiga tahdid silish ve işkenceге ilish siyosatini qo'llanadi. Oldi bilan parchalab, endin bir tutash hukmronlik qilish usulini qo'llangan. Uning doim deydigan gapi yetakchilarni işkencege silib olsam, xalqni işkencege silib olsin. Yang Zhenxin boylar, oqsumaklar ve amaldorlarni işkencege silish usuli bo'lsa uningki ularning erishgan manfaatiga kapolatlik qilish. Bunun orqali boylarning, oqsumaklarning ve amaldorlarning o'zini qo'g'dishi ve o'ziga ishonishni talab qilish. Boylarimiz tutyapti, ularning manfaatini voy nim turib xalqimiz boshiribdi. Yang Zhenxinning bu siyosati Uyg'urlarni parchalab tutish amaliyoti hozirgi dunyo Uyg'urlarning qo'llayotgan siyosati mushu. Dastlabki Rabindamning yeni vaqtidagi Uyghur birligini parçalavatdi. Parçalab bo'lib, uningga nurg'un ushaq tashkilotlarni aklab, bir-birlab boshqarish. Amaliyot dunyo Uyg'ur qurultayiningki, hozirgi dunyoda Uyg'urlar qo'llanayotgan siyosati, mushu Yang Zhenxinning shu vaqtdagi Uyg'urlar qo'llanayotgan siyosati. 1928 ayning 7-kuni Xitoy ichida siyosiy o'zgarish ilib borganda, harbiy ishlar ministri Fan Yaofan ve Jin Shurin tarafidan qasd qilingan. Qasd öldürülgen bu Yang Zhenxin. 1929 Beijing'deki Chongqing-Nanshanxi degende dafna qilingan. Yang Zhenxin degan qonxo'r ichkirdagi Xitoydan hech qanday yordam yo'q. Ozgina cho'loq askarlari bilan Uyg'urlarning beshiga minib va xohlagancha o'ldirib kelgan. Onun tabiiy hükümranlıqıga Uyg'urlarda ancha-muncha norozilik bo'lgan. Uyg'urlarning ong saviyasi bu Xitoy yo'qolsa, bir oz yaxshiroq Xitoy hukmronlik qilsa, bizga tushgan zulm yeniklamdiki degan o'rindan halqib o'tamagan Uyg'ur. Uyg'urlarda bu Xitoy tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarib, o'zimiz mustaqil bo'lib, nima ko'rsak, o'zimizning mustaqil davlatida ko'rayli degan ong paydo bo'lmagan. Yang Zhenxin davrini tasvirlab, Mantil efendim shundoq she'r yozgan. Zamanlar sersan bulduk zalim qo'lida, daryo qonlar to'kdik erik yo'lida. Bizga go'yo do'zax bo'ldi bu ona makon, asir bulduk, tutqun bulduk holimiz yomon. Bu Yang Zhenxin davrida qilgan Mantil efendim yozgan she'r. Rasm 17ga qilingan. Hech qachon tajovuzchiga hozirgacha biz tajovuzga qarshi chiqib boqmadik. Rasm 17 keldikmi? Rasm 17 Jin Shurin. Jin Shurin esa 1927 oydan 1933 5-oygacha Sharq Turkistonga hukmronlik qilgan. Jin Shurin davrida Sharq Turkistondagi Xitoy hukmronligi texmi ojizlab ketgan edi. 1985-yili 11-oyda ikki hujjat Uyghur Fashin deb tarqatilgan Ningxia madaniyat tarixiy materialli tanlanması Ningxia degan kitapta, bu kitaplar Amerika'nın hüccetlemiş, Amerika okuyucularının bacım olmuş yazmış hüccetler var. Amerika kitapları. Diyen kitapta Jin Shurinning 1929 yılı Ürümçi'den Nanjing'e yazgan telgraf besilgan. Çok telgraf urupken. Bu telgraf şundak yazgan.
Bu nait mühim telgrafga anla. Şinjan Sadicin Sipil'nin sırtıda iç tarafı Ruslarga tutaş, çigra sicigi uzun ve grels ketken. Qoğdaymen depmi qoğduğunu bulmaydı. Merkezinin kuchi bu yerge yetmeydi. Biz özümüz urushga tayyorlik qilolmaymiz. Rasmning mana Jinshurun davrida Xitoylar rasm gapni hujjatni rasmga qilib qo'ydim, tuanga bunda qilib qo'ydim. Rasm 17 deganda ashad bojimlar rasm 17 kirsa. Jinshurun davrida Xitoylar intayin ojiz edi. Bu davrida hujumiyat qo'zg'alon Uygurlar Xitoy zulümden tecavüzçe karşıya herkes halk ötenmegen. Ma rasm 19-13 ma bir neçisi bu jallat Xitoylar hükümranlık ki Şarkı Türkistan halkının turmuşunun bir neçe körünüşü. Müstakillikni qoğdumıgan millet muşu hayattan baş götürelmeydi. Tecavüzni qoğlap çıkarıp müstakilligini, Mişa Türk'tüsa müstakilligini qo'lga almagan milletinin en yaxşı haleti muşu buludu. Tecavüzni qo'lda yaşaysan en yaxşı haleti Xitoyning muşusundan. Bunun da yaxşı bulanmaydı. Mana ma rasmni ko'ringlar, ma Uyg'urlarning bitcharligini shu davrlar. Ko'rdinglar mı? Tuandagi yan bir rasm tushiring. Tuandagi. Rasm 20 deb bo'lgan. Rasm yana biriga. Rasm 20 ga, tuanga rasm 20 ga. Mana ma Uyg'urlarnikini ko'rdingizmi? Bizning shu vaqtdagi hayotimizga shu boylik tizimida. Ma rasm 21 ga ko'rsatdim. Mana bizning hayotimiz mana mushu. Mushu hayotimizmi? Biz bir taja xo'jayin bo'laylik degan bir ong paydo bo'lgan. Mushu bir tatiyotgan zulm tajovuzdan keldi. Bu tajovuzni qo'g'lab, zulm tatlaqni o'zimizning hukumatga tortib, o'zimizning hukumatga hech bo'lgan namozimizni o'qilaymiz, ishimizni qilalaymiz degan ong paydo bo'ldi. 1930-yillari yozilgan bu she'rdan, hamma bir she'rni o'qib beraman. She'rdan Uyg'urlar Xitoyni tajovuz emas, zulm qilg'uchi deb tunib kelganligi oshkorlanib turdi. Xuddi bu ikki jallat yo'qolsa, bir yaxshi Xitoy keladigandak talpinishlarni bir oz tushuna olamiz. Mana ashun salla tushasangiz, mana she'r bor, ikki qo'li salla, ana o'tirdilar turdi. Mana she'rni o'qing. Qorong'uliklar, qora zulmatlar, qara perdeler yıkıldı bugün. Uluk ülkeni veyran kılgan yang, cin, zalimler yo'qoldi bugün. Yani yang cin degeni, yang degeni, yang cin degeni yangzın şin, cin degeni cin şorunni ko'rsatdi. Uyg'urlar bu ikkisi qaranglar, bu ikkisi yo'qolsa, endi bizga zalim tugdi deb shu vaqtida Uyg'urlarning ichida yozgan she'rlar. Bu ikki Xitoyning yo'qolishi bilan texmi bir vahshiy, rayimsiz, shafqatsiz Xitoy
Uyg'urlarni qon daryosiga cho'kirgichga qilichini bilib Sharq Turkistonga keldi. G'o'jiniyaz birinchi Cumhuriyet ve Şinsay Sharq Turklar sahnasida o'yin qo'yishga boshlaydi. G'o'jiniyaz o'zi bir botir odam. Hamisha turib tursa, G'o'jiniyaz o'zi bir botir odam. 15 yaşında Tümür xalqining qo'zg'oloniga qatnashgan. Rossiyada zamonaviy harbiy tarbiyasini ko'rgan va zamonaviy qurol ishlatishni o'rgangan. Birinchi Cumhuriyetning qurilishiga hech qanday tuhfa qo'shmay turib, bu Cumhuriyetning birdan-bir raisi bo'lgan. Sabit Damullamni birinchi Cumhuriyetning raisligini G'o'jiniyazga berishga majbur qilgan narsa bo'lsa, G'o'jiniyazning qo'lidagi qurolli kuch. Birinchi Cumhuriyet bir g'alati kasal bilan tug'ilgan. Mustaqil Sharq Turkiston davlatini qurman deydigan Sabit Damullamning qo'lida qurolli kuch yo'q. Mustaqillik uchun emas, balki zulmga qarshi turman deydigan G'o'jiniyazning atrofida qurolli kuchlar yig'ilgan. Birinchi Cumhuriyetni tashkil qilgan bu muhim omillar shu Cumhuriyetning holat bo'lish reseptini yezib chiqqan. Yani kuch, mustaqillik qo'l keltirsam bo'ldi deganlari yo'q. Yo'q. Kuch varligi, mustaqillik tushi yo'q, irodasi yo'q. Yo'q. G'o'jiniyaz bilan şu resept hata, şu resept doğru işkende, şu Cumhuriyetine halak bo'lsa tabiiy bo'lgan. G'o'jiniyazdan Sabitullamning kurash qilish nishonda zo'r farqi bor. Sabit Damullamning bu ata Sharq Turkistonda, endi biz Amerikada ata joy degan bu odam qo'yib, biz ata Sharq Turkiston bu. Sabit Damullamning nishoni tajovuzga qarshi turib va tajovuzni qo'g'lab chiqarib mustaqil davlat qurish. G'o'jiniyazning nishoni tajovuzni qo'g'lab chiqarib mustaqil davlat qurish emas, balki Xitoy hukmronligining zulmini yo'qotish. G'o'jiniyazning şu davrda shunda G'o'jiniyaz o'zi shunda aniq bayon qilgan. Bu bayon ne? Memkin Efendi degan kitobda bor. Bu ili daryosini 90-yillar bosgan. Buning rasmini buni Xitoylar o'zgartmagan vaqtlarda uni degan ilida Qashqardan beslib tikadi bu G'o'jiniyazning uzun, natibat gapmamay qisqasini deb qo'ydim. Natibat buni besilib tikan. Yani G'o'jiniyazning o'zi bu tajovuzchiga emas, zulm qarshi deganni 1935-yili 11-oyda Yeni Şinjan nomli haftalik gazetining 25-sonida xitobnoma e'lon qilib shunday yozgan. Buni men Eli Daryosidan oldim, jurnaldan. Lekin Mamtun Ali apandimnikidan bor ekan. Men G'o'jiniyazning tuanda o'qidim, G'o'jiniyazning gapi, qo'shtirnoq. Men xalqni jabr zulmdan qutqazish uchun zolimlar bilan rayimsiz urushdim. Adaletperver, hakikati büyük daimi Şinduben, Şinsen deydi. Canaplarımı zalim hunhurlığa karşı çıkıp benim bilen dostlaştı. Neticede zalimlerin toksik kökke soruldu. Hazır halkımız tinçlandı. Tebrikler besildi. Halk iktisadi turmuşunu yaxşılap, bay buluşqa can dili bilen kirişti. Şinjan'daki 13 millet siyasi, iqtisadi, madeni, dini jihatlerde baraberlik hukukka baraber hukukluk bo'ldi. Hammalarga ve hamma xalqlarimizga yaxshi bo'lsinlar kim? Men so'qishgan vaqtida Uyg'urlarni alayda hukumat qilay, o'zim ularga podsho bo'lay, boshqa millatlarga tamoman qarshi turay deb so'qashgan emas. Men xalqning hayvon o'rnida dastilib ketib borganligini ko'rib, zolimlarni yo'qitib, boshqalar bilan birlikda hamma millat huquqini himoya qiluvchi adolat hukumat qurish deb so'qashgan. Men hozir shu maqsadimga yetdim. Ey aziz Uyg'ur millatim, kelinglar, Şinjan'daki 13 millet birlikte bir safta tizilib, hammamiz bir kishidek Cahangirlarga qarshi turib, Hakan degani Xitoy hukumatidagi Hakan mamlakatining birligi va bo'linmasligi uchun Şinjanning büyük Hakan Cumhuriyetining bo'linmas bir o'lkasi bo'lish uchun tirishaydi. Tırnak yapıldı. Bak G'o'jiniyazning so'zi o'qing.
Buningdan bilgili bo'ldiki, G'o'jiniyazning ilib borgan kurashları zulmga qarshi kurash, tajovuzchiga qarshi kurash emas. Shuning uchun bu bizning birinchi Cumhuriyatimizning raisi, Cumhuriyat raisligini qurbon qilib, Sabit Damullamni Xitoyga tutib berib, Xitoy hukmronligidagi Urumchi o'lkalik hukumatga muavir rais bo'lgan. Uyg'urlar qulluq zanjirini bo'ynidan ilib yerga tashlab, bu qulluq qo'liga bozganni ilib, ustidagi zanjirni uzadigan vaqtda tuyuqsiz bu zanjirning bir angishda ekanligini his qildi. Bu qulluq zanjirini ilib tashlashga intilgan Sabit Damullamni vayron qilib, zanjirni boshqadan o'zlari taqib oldi. Uyg'urlar zulm qilguvchilarga asos jihatdan asos jihatdan tajovuzchilar Uyg'urlar. Lekin Uyg'urlar zulm bilan tajovuzni ayirib keldi. O'z millatidan kelgan zulmni tajovuzchidan kelgan davlat munqarli bo'lishdan ig'ir ko'rib keldi. Mayli boshqa Xitoyga qul bo'lsammi, o'z davlatimga zulmdan yaxshi deb kirib keldi. Rasm 22-ga keling. Yo'q, 22-ci. G'o'jiniyazning rasmi bu emas. Yo'q, 24-ga, 22-ga. Aç rasm. Aç rasm. Mana bu işte G'o'jiniyazning rasmi. Nima G'o'jiniyaz? Sol taraftaki ikki rasm G'o'jiniyazning Qaysar Botir obrazi. O'ng taraftaki rasm Xitoyga qoqshatqu zarba berib yurgin titrgan G'o'jiniyaz degan yo'lbars Shinsayning Pagasda akilab yurdigan bir mushukka aylanib qolgan qiyofat. Bu G'o'jiniyaz 1935-yili 4-oyda Urumchidagi xalq vakillar yig'inida tushgan rasmi. Müşakaganda ben müşakan avaqtim so'zlab qisib o'tib ketaylik. Sopaxun Tanjani. İkinci cümle Sopaxun Tanjani, Sopaxunni bilsizlar-ku, anglagan, to'g'rimi? Helaqa nimediki Zordun Sabunning ana yurtninki kirnish kiritga so'zi shu Sopaxunning rasmi ekan. Men bu Sopaxunni dadam kichik vaqtimizda shunda deb turgan bu degan qilish ne deydi? Ash kurad mang'ash bo'lsa, mush qilish bol qaramat qilishni mush ot jugurak ketib berib urib, otdan saklab, otni bunda keyinchilab minib urib, shundoq urdi odam, shundoq botir deb. O shundoq ulug' qahramon ko'rsatdi. Uningga Sopaxunning ayolini bir qatam Sopaxun urushda qo'rshoq uchib qolsa, mush ayoli otga minib, vaqtda otlarning beshida bunda bir yog'och patga pilmot tiklaydigan. Osh pilmotni otning oldiga akib, 40-50 askarni bekib, osh pilmotni it Gomindangning bu qo'rshovni ichib butib ko'rib Sopaxunni qutuldirib chiqqanday. Bu ikki qahramon mening obrazimda endi bir muqaddasda. Bunda hiliq ayolni o'ylab beqing. Sopaxunning hiliq qahramonlik ayolni mushta ketib, Gomindangning qo'rshovida qolgan butib ko'rib qutuldirib chiqqan. 78-2-oyda biz universitetga keldik. Madaniyat inqilobi tunji qitim. Universitetga keldik, vaqtda dadam saygo'jan bo'lib ishlatdi, beshada qalpoq bo'lgan bilan. 7-oyda, 5-oyda Urumchi kelibdi xizmatga kelib, meni kelib bir kuni "Jira, men seni Sopaxunning uyiga ko'rsatgan apray" dedi. Vaqtda dadamlar naydi, burun Sopaxun so'zimga dadam o kurad vaqtda nurg'un vaqtda dadam endi ziyoli bo'lgan ekan, Sopaxunlarning nurg'un gap so'zlarini vakolatan shu odam so'zlatdi. Shong bilan Sayboqqa bir opatda Sayboqda Urumchida tog'ning tugida shunda bir shu bir eski bir tamba uy o'yliga akirdi. Yili o'ylab kirsak, bir müşkük ketgan bir odam bir yog'ochni iliq bunda rende demdoq bunda iliq yog'ochni bunda qildi-ku. Rende deymiz. Rende. Osh bir xiyri odam mushta rende turdi. Dadam kirib assalomu alaykum nima Sopaxun deb ko'rishdi. O odamniki dadam bilan ko'rishdi. Bir vaqtda moyoqdan birisi "Yosimo, qanday avvallar" deb bir xiyri aram mush mangdigan mushta bir ayol chiqdi.
dadam mana Sopaxon, men sana so'zlab bergan yiliqi ayol deb Sopaxon ayol deb. Ko'nglim shunchaki yerim bo'lib ketdi, ko'msam bo'libdi ketdi. Ömrüm aşı burun dadam so'zlab bergan obraz qolgan bo'lsa kerak. Yiliqlarning holini ko'rsangiz, yiliqlarning holi. Uning lekin bir qitim men shu vaqtida G'o'ljida 6 shar deydigan yer bor, shu yerga ketib olsam, yan bir odam ash bir arva po'qni to'shab ketib berdi. O yoqdan ko'rib dadamni, "O, Yosin apandim" deb, dadam bir maktabni o'qigan apandimmi debdi xalqni. Deb ketdi dadam, ash odam Shixu urushida Xitoyning potiga hujum qilib, ash osmondan tushib Xitoy otgan 4-5 granatni yerga tushsa qo'lda tutib granatni Xitoy qaytirib etib birinchi darajalik mukofot, urush jangchi mukofoti, eng yuqori oliy milliy armiyaning mukofotini olgandi. Yiliq odam qarsangiz jul kiyimda, yiliq bir ko'takda Haruda odamning gandi po'qini to'shab ketib berdi. Bularni men bilmda, mana Sopaxonning holi mana. Rasm 23 ga akalang, rasm 23 ga. Ko'msamchi deb ketdim qo'y, ömrüm Sopaxonga shu. Tuvandagi rasm. Mana ma kitap. Tava O'rta Osiyodagi jangchilar va musulmonlar 1911dan 1946 oralig'dagi Xinjiangning siyosiy tarixi degan kitap, ma ingliz kitap. Men ma kitapdagi ma bir jumla gapni moyaq yez qo'ydim sizlarga mush kitapning dardi. Mush kitapning aytishicha G'ojiniyat o'lim jazosi va hukm qilinganligini anglagandan keyin degan eng oxirgi so'zi shuki. Bu kitapdagi yozishlar, men ingliz kitap yezib qo'ydim. O'qiydiganlar o'qinglar mush kitaplar. Mush kitaplarni tarjima qilib kelib ketadi. G'ojiniyatning so'zi ekan bu. Bu o'lim jazosi men uchun yangi emas. Amaliyotda men Urumchiga kelgan kuni qazo qildim. Men o'liman. Ammo xalqim davomli yashaydi. İnqilab oxirlashmaydi. Bu G'ojiniyazning mush kitapning deyishicha degan eng oxirgi so'z. Bu kitapning deyishicha G'ojiniyazni o'rindiqqa bog'lab qo'yib, yip bilan konini bo'g'ib o'ldirgan. Ya'ni kitapning bu aytishicha G'ojiniyaz bilan birga 110 odamni yerga yuklandirgan holda yip bilan konidan bo'g'ib o'ldirdi. Ba'zi tadqiqotchilarning, tarixchilarning aytishicha, Shinsay G'ojiniyazni o'ldirib, qanoat qilmay, o'chmanligini chiqarish uchun G'ojiniyazning beshini kesib, itga tashlab berdi. Bu kitapning yana aytishicha, G'ojiniyazni Jiang Jiasheng buyrug'i bilan o'ldirgan ekan. Bu kitapning yana yozishicha, Uyg'ur 6-diviziyasining qo'mondoni Mahmud Muhiti bu G'ojiniyazning Urumchiga berishiga qarshi turgan ekan. Bu Uyg'urlarning o shunda deb ekan, o'sha Mahmud Muhiti shunda deb ekan. Bu Uyg'urlarning mustaqillik ishlariga yomon ta'sir ko'rsatdi deb G'ojiniyazni ogohlantirdi. Temur xalqining tragediyasi o'z hayotining sezgi zashtisi bo'lsa-mu, G'ojiniyaz uningdan ibrat olmagan. Xitoyni tajovuz deb qabul qilmoqqa Uyg'urlarda bu kasal saqaymagan. Şunun bilan birinchi Cumhuriyet halak bo'ldi. Barliq birinchi Cumhuriyetni qurganlarning, jangchilarning, qo'llaganlarning qini daryo kabi eqish bilan halak bo'ldi. Birinchi Cumhuriyetning chiriqi lab yiqildi va o'chib ketdi. Buni Abdurrahim O'tkir yilida uyg'ongan zimindoshlar deb yozadi. Birinchi Cumhuriyetning chiriqi lab yiqildi va o'chib ketdi. Bu Abdurrahim O'tkirning gapi. Xitoy tajovuzchilarni qo'g'laymiz degan Uyg'urlarni va zulmga qarshi turmiz degan Uyg'urlarni o'xshash o'ldirdi. Texmi ichinarlik yeri zulmga qarshi turgan G'ojiniyaz orqali tajovuzga qarshi turgan Ota Sharq Turkiston sobit davlatlarni yo'q dedi. Birinchi Cumhuriyetning halak bo'lishi tajovuzchiga emas, balki zulmga qarshi turgan Uyg'ur tarixining tragediyalik çatma programının birisiga aylandi.
Uyg'urlar tajovuzning xorlashiga qarshi turib, bu tajovuzni qo'g'lab chiqarishga intilmay, balki tajovuzning xorlashiga chidash orqali tajovuzchidan mehri shafqat izlandi. Ko'kragini keng ichib berish orqali tajovuzchini ta'sirlantirib, uning miltiqining tepkishni bosmasligini tiladi. Bo'ynini uzun tutib berish orqali tajovuzchidan kallasini uzish uchun urayotgan qilichini to'xtataolmaydiganligiga ishondi. 2500 yıl burun yaşayan Xitay faylasuf ve mutafakkur Laozi'nin Xitaylarga kaldırgan hikmetlik sözü Uygurlarının kulukidagi süzgüçten zadi ötmedi. Harlanıp toymaganını harlap zerikme. Bu Laozi'nin gibi. Uygurlar teki harlanıp toymaydı. Kim ona harlaştan zerikidi? Dünya Uygur kurultayı harlanıp toymaslıqni yeni pəlliga chiqdi. Uyg'urlarning peshonasiga indigenes degan tomg'ini urdi. Xalq oraliq yig'inda indigenes degan viviskini esib, Uyg'urlarni butun dunyoda xorladi va rasvo qildi. O'z millatini xorlashda bundaq oshkuzlik qilganlarni sizlar tarix kitoblarida o'qib boqqanmi? Rivoyatlarda anglab boqqanmi? Hozirgi dunyoda ko'rib boqqanmi? Emniyetinden bergen pulni bu milyonga Uygurlarning qurboniga, tökülgen yaşlarga, çekken çoğunqur azap o'qib batlarga kelgan pulni hech bir Uygurlardan so'ramay, o'zining muoshi qilib xajlab, Uygurlarning tajovuzchidan kelgan zulmini o'zining iqtisodiy manbasi qilgan hikoya cho'chaklarini anglab boqqanmi? Mushu kunlardimi biz Xitoyga tayinimiz, Xitoy bizga tayindo degan deb Xitoyga bo'lgan muhabbatidan voz kechmaslikni keskin ifodalagan irodadan ta'sirlandinglarmi? Endi Dünya Uygur Kurulu'ndan keyin siyosatlar to'g'riliq keyingi suhbatlar to'xtayman. Lekin men hozirgi bunda aytsam, Dünya Uygurning siyosatini men bir xil, endi biz oddiy xalq bo'lganki oddiy til bilan ifodalaymiz. Qisqa bir ig'iz gap bilan hozirgi kelgan Dünya Uygurning siyosatini qisqa bir ig'iz gap bilan yakunlab beqib sözümü davamlaştır. Dünya Uygur Kurulu'yu Uygurlarga cennetning beltini setib, do'zaxning darvozasiga başlatmam. Resim 25-ga ekranı. Resim 25'te. Resim 24 aylıkta nemeninki muhitini, bu resim 25'ga ekensiniz bu resim 20. Mana birinci Cumhuriyetning qurg'uvchilari. Qarang, mush odamlardan qanday qaysar adam. Hozir mushlar masalan mush Yevropalarda mushda kostum burgini avtib qolishingizda har qanday odam aymindo bularning qarang, dastini turishini, qahramonlik jasoratini, har jihatdan qanday isil odamlar bu turg'an odamlar. Tuanki masalanga birinchi Cumhuriyetning qurilgan kunni tasvirlab Qashqar tarixiy materiallarini yozib chiqqanjimi? Qashqar tarixiy materiallar degan kitob vaqt nashr qilgan o nima oyliq bunda to'plam. Menda bor shuningdan ilindi. Birinchi Cumhuriyetning qurilgan kunni tasvirlab Qashqar tarixiy materiallarining birinchi qismida mundaq yozgan. Qashqarning ismlari bor, siz bilishingiz mumkin, men bilmayman, bayat umman anglang. 11 ayning 13 kuni tushdan burun Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti hakimiyeti. Bu neçə qarang 90-cı yıl yazgan. Qashqar tarihi materialları degan kitobni 90-cı yıllar chiqargan kitap bütün materialni jo shu kitobda olgan so'zim bor. Tırnaqlı başlayotdim qo'shtirnoqni. 11 ayning 13-ga tushdan burun Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti hakimiyeti Qashqar Koni shahrining Tuman daryosi bo'yida yana Yavaq Körükning yinida, ular siz bilishingiz men bilmadim. Yavaq Körükning yinida 20 ming kishilik yig'in echib, bayroq chiqarish murosimi o'tkazib, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumatining a'zolarining ismligini e'lon qildi. Sobit Damullam o'zi davlat ishlar bosh vakili bo'ldi. Aqsuda turayotgan Xo'janiyozga davlat raisi o'rinni qo'yib qo'ydi. Sobit Damullam
uzun söz qildi. So'zdan keyin shahar namoyish bo'ldi. Buni yozgan bir Xitoy Juma Qashqar tarixida yozgan ma'maqal bunda to'plam bu. Ma'ni yozgan bir Xitoy. Shinjon Koşuyan'ın mana bu. Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurulgan yığınına qatnaşqan Seyfidin Aziz Ömür Destani namlıq əsliməsinin birinci qismida mundaq yazgan. Şunda qılıb bu kitap bu Seyfidin Aziz'in kitap ne o? Türkiye'deki kitapxanada mı ilk alalaysa. Kitap bunda şundaq yazgan. Ne bas? Tırnaq. Şundaq qılıb Hicri 1352 yılı 7. ayının 4. günü miladi 1932 yılı 11. ayının 13. günü Kaşgar'da Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulup Künçi Məhəlləsinin aldığındaki meydanda bayrak çıkardı. Bu bayrak ay yıldızlı kök bayrak idi. Bayrak çıkıp Cumhuriyet kurulganlığını Jakarlaş çoğun yığında hükümet üstündeki asasi kanun ve devlet şiiri ilan kılın. Bu nimeninki Cumhuriyet, birinci Cumhuriyet'nin kurulgan gününün Seyfidin Aziz. Abdurrahim Ötkün'ün uygangan isim namlı romanının ikinci kısımda Cumhuriyet, hükümet isimliklikinin tepsili hemmisini yazgan. Ben bir yer yüz cümleden başına karanlar. Birinci Cumhuriyet'nin reisi Hocuniyaz sabit damıllarını şinsek tutup verip onun bedelge Şinjan ülkesinin muavin reisi bulgan. Mahmud Şijan kumandanlıqdaki milli kısım Şinsay hükümetiga tabi 6. diviziyaga bulup yok qilgan. Sabit damıllan Ürümçi 2. türmede Kur'an Kerim'nin tercüme tefsirini tamamlap uzun ötmey yani 1945 yılı 58 yılında alemden ötmey. Sabit damıllarını Şinsay'da hürmet etti. Hocuniyatın öldü, bunu öldürüp bu kurbanını neyim kılmen deyse Şinsay bir bunun kağıt kalem teminlep verdi. Bunu hürmetlep Cumhur Şinsay. Bunu turmuda kıynamap turmuda yitip aşağı tutup bütün kurbanın materyal tercih kılmadıkken materyallarını bunun turmunun içinde bunun teminlep verdi. Teslim buğa Xitay'ın anlayın öldürdü. Ma resim 26 kəsiniz. Mağla mana Şərqi Türkistan Cumhuriyetininki birinci Cumhuriyetinden ilan qılgan günninki rəsmidir. Qalbay Qashqarның ısımlığını birini körtügelen köz aldınız ekilelemsiz. Mana resim 27'de düşesiniz. Şu tümen boyu dep koyduk şu deryalarda soğuk çömülüp çoğun olgan. Siz derhal Köyüncü Məhəlləsi degan yerlerde almılık bağlı bulduğan keyin Xitoylarning beliq ko'li qilib etgan o'shalardagi bolalikda shu daryolarda beliq tutib degandek ashta o'ynaydik. Kang yer desizlar tashlanib ketgan. Hozir siz degandan keyin ko'z oldimizga tekrar keldi. Hatta shu naq maydonni ko'rgandek tuyg'uda. Belki qarindoshlarimiz shunday bo'lganda. 27-ga kelaman resim. Mana shu naq maydon yig'in ekan, odamning jiqli. Hey, ma odamlar qarasingizchi, karamat qaysar jumma ma odamlar ko'rdingizmi? Mush otga minib mushta qilg'aysiz ma odamning qaysarligini ma odamlarni. Ko'rib beqinglar. Mushlar biz munda turib shu kostyum burug'ini kiyib, jangchi kiyimni kiyib, harbiy qurollarni kiysinlar mushlar, qo'l filmi kelib, otni qanchalik qurol qaysarlik odamlar bular. Mavi resim 28. Güvenlik resim 28'e ekesiniz. Ya ile xatba. Resim 28 yan bir resim. Mavi Hocuniyaz'ın Türkiye ve Angliya hükümetine yazan xitike. Çıkanlar okuydu kaldım. Ben çürük koydum da. Ben bunu asasiyette hemiz üzemden tarihi körgezli Muhammed'in tapşır aşağıdan talladım. Yani ben bulanı hem bir yerlerden yıkkal. Birinci Cumhuriyet zulümga karşı gibimiz davamlaştıraylı hem de. Birinci Cumhuriyet zulümga karşı turgıçılar bilen, tacavuzçılara karşı turgıçılar o'ttirsida kuch sinash bo'ldi. Tacavuzchiga karşı turgıçılar mağlup bo'lishi bilan oyoqlashdi. Her bir qatam tacavuzchiga karşı kurash, zulümga karşı kurashga burunlanganda Uyg'urlar texmi cho'nqur zulümga pitib. Şərqi Türkistan xalqının qiyinni işkən Şinsay 1945 ayının 11. günü Jiang Jie'nin buyruğu bilen
Chongqingga yetkilib, dehqonchilik va o'rmonchilik ministerlik vazifasiga bekitildi. Shuning bilan Shinsay Sharqi Turkistondagi 11 yil 5 oy qonxo'rlik hukmronligi oyoqlashdi. Shinsay bevosita o'ltirgan Uyg'urlarning soni 100 mingdan oshib ketdi. Bu sap Uyg'urlarning g'o'rliq, jonliq odamlari. Uning hamrohlari Shinsayning 150 yuk mashina 3000 to'ga dunyoni elib, Sharqi Turkistonda bulg'a mal-mulklarni elib, quruqlik bilan Chongqingga qaytib yo'lga chiqdi. Shinsaydan 3 olmish deb intilgan. Shinsaydan 3 olmish deb intilgan Uyg'urlarning hikoyasini o'qib boqmadim. Siz o'qib boqdingizmi, o'qimayman. Shinsayning ziyonkashligiga uchragan Xitoylar 3 ilishga ko'p qatim intilib ekan. Shinsay Xi'an shahriga borganda ayni vaqtda uning ziyonkashligiga uchragan Xitoylarning yurdoshlari 3 ilish uchun Shinsayning turalg'usiga bir necha qatim izlab berdi ekan. Shinsay qechib ketibdi ekan, lekin uning 10 necha mashina mol-mulkini bulab ketibdi ekan. Shinsayning qiyni otasi Urumchidan Landuga ko'chib kelganda raqiblari uyini izlab tepib, qiynotining oilasidagi va 11 odamning hammasini o'ldirdi. O'ldirib bo'lib tomga 10 yil adovatni bir kechada oldiq deb yezib qo'yib chiqdi. Shinsay Kuomintang hukumati bilan Tayvanga kelgandan keyin prezidentning Jiang Zeminning siyosiy maslahatchisi va davlat mudofaa ministrligining generali bo'lib xizmat qilgan. Bu jarayonda Xinjiang 10 yillik aslimasi Xinjiang Shunyaxuylu degan kitobni yozgan. Men bu kitobni nerede topolmaysiz, men Tayvan bir simbatda shuni menga aytayotgan deb aytib qo'ydim. Zakaz qilib qo'ydim. Men bu kitobni topolmadim. Lekin Xitoy yozuvchilar yozgan ba'zi kitoblarda uning mazmundan xabar topdim. Hozir topdimsa birsiga deb qo'ydim. Tayvandagi bir tanishim botdi. Shuningga deb qo'ysam bo'ldi, men tip aytib beray dedi. 1977-13 Tayvan Taybey shahrida o'z ajli bilan o'lgan. Vaqtda Mahmud Emin Buxoriy asarlari maktabda. Maktabda Mahmud bu asarlari maktabda asarının 53-yilda Buxra va Maqsud apandim 1944-yil 4-ayning 18-kuni Xinjiang vakili bo'lib, Kuomintangning qurultayiga qatnashganda Shinsayning Turkistonda ilib borgan jinoyati uchun jazo berishni talab qilgan ekan. Lekin Jiang Zemin so'zga chiqib shunday deydi ekan. Shinsay bo'lsa Turkistonni markaziy hukumat uchun qo'g'digan va markazga 50 ming sar oltin bergan bir kishi. Shuning uchun a'zolarining uningga qarshi ilib borgan harakati xato. Buxra va Maqsud apandim Jiang Zeminning bu so'zi bilan og'zi tuvoqlandi. Rasm 30ga kelib qo'ying, Jiang Zeminning ham bir so'zini o'qib. Rasm 30ga. Bir Xitoy chiqartma. Abi 29 o'xshaydi. Ya 30ga Xitoy chiqartchimi? Bunda o rasmda qolgan Xitoy chiqar. Tamam. Xo'sh, davom qiling. Mesela so'zlar mush xatni tarjimani masalaga o'qib beryaptim. Jiang Zemin partiya yig'inida Shinsayga shunday baho bergan. Xinjiang o'lkasi elimizning g'arbiy shimoldagi chegara rayonida bo'lib, ko'lami Zhejiang ülkesinden 15 yaşa yukarı ekanligini bilishimiz kerak. Mingo kurulgandan buyan merkezning bu ülke bilan bo'lgan aloqasi asosiyatdan uzilib qolgandek bo'lib qoldi. So'rashga huquqimiz yo'q edi. Yo'ldosh Shinsay o'z kuchiga tayanib Xinjiang ülkesini merkezga beg'ishlab partiya va davlatga to'hfa qo'shdi. Yoldaşlar bu meseleni aniq tushunib, umumiy jihatdan ko'z tutib o'tkazgan xatoliklarni eslamaydi.
Zhang Jie'nin kipiga men koydum. Hem bununki bu sözünün menbesini yetip koydum. Zhang Jie'nin bu sözüden bir narsani bayqalaymiz. Xitoy merkezining Sharqiy Turkistonga hech qanday kuchi yetmadi ekan u davr. Va Sharqiy Turkistonda aloqasi asosiyatni uzib ketibdi. Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishiga nihoyatda yaxshi shart-sharoit yaratildi. Yuqoridagi Xo'jinyazning yozmasidan bilamiz. Uyg'urlar tajovuzni qo'llab chiqarishni niyat qilmagan. Faqat tajovuzning bir oz yumshoq qo'l bo'lishini talab qilgan. Xitoyning 8-urush rayonining qo'mondoni men bir chiqaramidingiz bu yerga. Zhao Xiaoliangmi bir she'r yozgan-da men. Ben yetib qo'ydim. Bu Zhao Xiaoliangning bir she'ri bor. Bu she'rimi nayt muhim bu Xitoylarning Sharq Turkistonning Xitoy zimini emas ekanligini yozadi. Rasm 31 ga akila olamsiz. Ana rasm 31 chiqdi. Ana. Rasm 31-chi qarang. İngilizce'de mana Lima, Wushan, Yijiushi deydi. Wushan degan Hangzhou'dagi bir tog'. Bu deydi ikimiz burun Hangzhou'da ot minib tug'an vaqtimiz burunni eslaydi deydi. Shangfen Sayway deydi. Say degani bir chegaraning sirtida deydi. Sajidning sirtida bir uchrashgan shu vaqtda davlat. Şu vaqtda tutib bir davlatning birligini qog'daydigan. Mana mushu she'rda bu she'rni yozgan odam Xitoyning 8-urush rayonining qo'mondoni Zhou Xiaoliang. Mushu she'rda Sharq Turkistonning Xitoyning bir zimini emas ekanligini iqror qilgan. Besib olgan zimin ekanligini iqror qilgan. Zhang Xiaoliangning so'zi va Zhang Jie'ning so'zi mana Zhou Xiaoliangning she'ridan Xitoy Sharq Turkistonni besib olgan zimin deb qaraydiganligi nihoyat aniq. Lekin Uyg'urlar Xitoyga to'la xizmat o'tib, Xitoyni tajovuzchi emas, balki bu zaminning egisi ekanligini tushundirdi va qabul qilg'izdi. Tushundirdi. Xitoyning tajovuzchi emas, balki bu zaminning egisi ekanligini tushundirdi va qabul qilg'izdi. Xitoydagi Xinjiang bo'lsa, Xitoydagi Xinjiang bo'lsa, Xitoyning ayrılmaz bir qismi degan ongni tarbiyalab chiqqanlar boshqalar emas, balki Uyg'urlar o'zimiz. Dunyo o'qi ta hozirgacha Xitoy bo'lsa, Xitoyning ayrılmaz bir qismi o'ztaqdan o'zbars deb degan ongni Xitoydan olqib xalq orada harmay-tarmay unumli tashviq qilyapti. Mao Zedongning inisini ve nurg'un Xitoy Kommunist Partiya a'zolarini vahshiylik bilan o'ltirgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumati partiyasi Shinsayni qahramon deb hisoblaydi. Xitoylarning ko'z qarashida bir Xitoy qanchalik qonxo'r jallod bo'lishidan qat'iy nazar, u Uyg'urlarni qirg'an bo'lsa, qahramon bo'lib hisoblanadi. Mukofotlandi, madhiyalanadi va asma qilinadi. Şu davrda Rus, Angliya ve Yapon Sharqiy Turkistonda hareketleri ilib borgan. Angliyaning birinchi umidi bo'lsa Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, Rus bilan Angliyaning mustamlikidagi Hindiston o'rtasida bir cho'ng to'solg'u paydo bo'ladi. Agar Sharq Turkiston mustaqil bo'lmasa, Rusga qolgandan Xitoy hukmronligida bo'lishi kerak deydi Xitoylar. Xitoy hukmronligida bo'lsa, yana Rossiya bilan Hindiston o'tib bo'shliq bo'ladi. Chunki u vaqtida o Hindiston degan uning o'rni Angliya uchun intayin muhim. Mana mushu bo'lsa Angliyaning Zozongtonga yordam berishining sababi. Mana rasm 32-ga akilgan, rasm 32. Mana rasmning o'ng tarafi. Rossiyaning Qashqarda turgan konsuli Pedrov. Sol tarafi shu davrga Xitoy nashr qilgan gazetda choplangan rasm. O'ttirga qo'l bo'lsa Rossiya. Qolgan ikki qo'l bo'lsa Angliya va Yaponiya. Bu üç qo'l Sharqiy Turkistonning boyligiga ko'zi tushgan ko'rinishni tasvirlaydi. Bu rasmdan ko'ralaymiz, shu davrda Xitoyning ko'z qarshısida Sharq Turkiston Xitoyning chegarasining sirtida. Chegarasini ko'rdimi, chiqarib atgan chegarasining sirtida. Mana yozilgan kitoblar bu. Shu vaqtdagi Xitoy gazetidan e'lon narsa. Rasm 33 ga akilgan, balki rasmlarni ko'p o'tib ketaydi.
Ya resim 33. Resim 33. Mana bu sol taraf Qashqardagi Angliya konsulxonasi. Ama şu vaqtdagi Qashqardagi Angliya konsulxonasi. O'ng taraf 32-yildagi 30-yildagi Qashqarga. Aqcha yikqaqni oldish bo'lishi mumkin deyman-ku men. Mana Etika emas bu. emasmi? Emas. Emasmi? Ufmudim ana shu Qashqarga rasmga. Tuandagi rasmga chiqsangiz 34-rasmga. Hemen resimge. Sol taraf Qashqar şehrining shimoliy darvosiga. Buni Fransiyalik operachi tatgan ki. Shimol darvosiga qaysi men ufmudim endi. Qashqarning shu shimol darvosiga. O'ng taraf Angliyaning Qashqar orqali yo'tkab ketib borgan Loan madaniyat yodgorligi. Elimni shu vaqtda menda o'ylab baqsaq Angliyaliklar yo'tkab ketganimi yaxshi o'tdi. Bu vaqt Xitoylar hammani urib chiqib bo'ladi. İkinci Cumhuriyet'in kuruluşuna yol açkan kozgulan partiler, ikinci Cumhuriyet'in kuruluşuna yol açkan kozgulan partiler uzun ötmey birinci Cumhuriyet'e varsılık kılıp müstakil Şarkı Türkistan'ı işleş onun nişanı bulup bekitildi. İkinci Cumhuriyet'in birden bir reisi bulgan İlhan Töre Xitoy hükümranlığında yaşashını qat'iy rad qilgan. Xitoyning armiyasini Sharqi Turkistondan chiqib ketishni keskin shart qilgan. İlhan Töre yetakchiligidagi Cumhuriyet Xitoyni tajovuzchi deb to'nigan. İnqilobning dastlabki davri tajovuzchiga qarshi turib, tajovuzni haydab chiqarish, mustaqil Sharqi Turkiston tiklash edi. Bu yerga tajovuzchi bo'lsa Xitoy. Ahmadjon Qosim shu davrga atalmış ilg'or ziyolarni quturtib, Ruslar bilan til bog'lab, İlhan Töre'ni Sharqi Turkistondan O'zbekistonga chiqarib etib, Xitoy bilan Sharqi Turkiston sotgan 11 bitimni o'ydirib chiqarib, tajovuzchiga qarshi mustaqil harakatni zulmga qarshi harakatga burunlab ketdi. Sharqi Turkistonni Xitoyga sovg'at qilibdi. Va rasm 35 ga kelsangiz, mana sol taraf Ahmadjon Qosim Nanjingga borgan vaqtida davlatning boshlig'i boshqa bir davlatning vakili bo'lib Nanjingga bordi emasmi? O'ylab baqma. Rasm 16 ga ekilan, rasm 36 ga. Mana. Ikkinchi, bizning mushundaq tarbiyalangan ofitserlar bilan tashkillangan va tajovuzni Xitoyga qarshi turdi. Tajovuzchi Xitoyga qarshi turdigan Xitoyni Sharqi Turkistondan haydab chiqarishga bel bog'lagan armiyalarimiz bo'lgan. Ular Sharqi Turkistonning shimoliy viloyatlarida mag'rur qadam tashlab yurgan. Rasm 37 kelsak. Rasm 30 ma'noda. Bizning mushunda qurol bilan tashkillangan va tajovuzchi Xitoyga qarshi turdigan, Xitoyni Sharqi Turkistondan haydab chiqarishga bel bog'lagan armiyalarimiz bo'lgan. Bu milliy armiyaga qarab xalqimizda g'urur va mag'rur tuyg'usi bo'lgan, mustaqilligiga ishonchi to'lib toshgan. Rasm 38 ga kelamiz. Bizning mushundaq jangvorlik va haybatli qo'mondan va jangchilar bilan to'lib toshgan va tajovuzchi Xitoyga qarshi turdigan, Xitoyni Sharqi Turkistonda haydab chiqarishga bel bog'lagan armiyalarimiz bo'lgan. Mushu qo'mondan va jangchilarimiz bir pay o'q chiqarmay Xitoyga taslim bo'lgan ko'rinishni siz oldingizga akiling. Sizda qanday tuyg'u paydo bo'ladi? Rasm 39 ga akiling. Bizning mushundaq muntizam harbiy maktabni turgan, zambira qo'shini bo'lgan va tajovuzchi oldida tiz tutmaydigan qo'mondan va jangchilar bilan to'lib toshgan va tajovuzchi Xitoyga qarshi turdigan, Xitoyni Sharqi Turkistondan haydab chiqarishga bel bog'lagan armiyalarimiz bo'lgan. Mushularning bir pay o'q chiqarmay qurol topshirganligini siz oldingizga akelsangiz, nimalarni o'ylaysiz va qanday hissiyatda bo'lasiz?
ikkinchi Cumhuriyetning rahbarligi Ahmadjon Qosimning qo'lga o'tishi bilan bu harakatning mohiyatlik xususiyati tubdan o'zgardi. Tajovuzga qarshi harakat zulm qilguvchilarga qarshi harakatga burilgan. Tajovuzni qo'g'lab chiqarish harakati tajovuzlar bilan Sharq Turkiston zaminida o'rtaq tinch yashash mazmunga aylandi. Sharq Turkistonning mustaqilligini tiklaymiz degan mohiyatli hukm Sharq Turkiston xalqiga erkinlik akilish degan mohiyat amaliyotchilikka o'zgardi. Xitoy tajovuzchi dushmandan Sharq Turkistonning tuprog'ida Uyg'urlarga o'xshash zulmga uchrayotgan o'rtaq qurolga aylandi. Ahmadjon Qosim buningga noiti aniq tushuncha berdi. Bu Ahmadjon Qosimning gapi emas, bu ilgisiga yamanchi xayollarda yozilgan bu so'zi. Hargiz Ahmadjon Qosimning tırnak başlandı ya, o tırnakını açtık. Herkes Tansu xalqi bizni asimilyatsiya qilman demaydi. Herkes Tansu xalqi bizning xalqimizning politisiya tuzum bilan idora qilishni idora qilsin demaydi. Herkes Tansu xalqi bizni askariy kuch bilan assun demaydi. Bundaq o'ydagilar bizning xalqimizning qanchalik dushmani bo'lsa, Tansu xalqining shunchalik dushmani. Ahmadjon Qosimning gapi. Rasm 40-ga kelinglar. Mana mashat olsun. Ma rasmga avu ya qabay jiq qabay chiqqan. Mana mush rasm. Ma rasmga avu aksi degan, xi degan va Xitoydikini men xi deb yozib qo'ydim, ha deganga. U bo'lsa Uyg'ur degan men qisqartib yozib qo'ydim, mana tushuninglar. Komünist partiya kelishdan burun Sharqiston xalqining qinni ishtigan, hatto kommunistik partiyasiga rais Mao'ning aksini o'ltirgan Shinsayning ichiga olgan Yang Zhenshin va Jingshurin uch Xitoy milliy qahramon deb madillashi Ahmadjon Qosimning yuqorgi so'zlariga inkor qilib Ahmadjon Qosimni qochtig'i birni. Ash uchini hamma Xitoylar azmi qildi. Men rasm qarama inchoq manmaslik qo'ygan rasmi. Ahmadjon Qosim huquq ilishdan burun Uyg'urlarning salmoqi ig'irdi. Tarozni Uyg'urlar besib turadi. Men o'ttirga rasm qilib Ahmadjon Qosim huquq olganligi Xitoylarning salmoqi besib ketdi. Men o'ttirga 2-chi Cumhuriyetni sotgan 11 bitim. Ahmadjon Qosim Zhang Zhuzhonglarning imzosi. Mao 11 bitimga imzo qo'ygandan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyetining holi. 11 bitimga imzo qo'yib bo'lganda shu kuni Sharq Turkiston o'ldi. Shu kuni bo'yniga sirtmoqni esib, Xitoylar 2-chi Cumhuriyetni bo'yniga sirtmoqni esib, quti dastlab turgan o'rindiqni tepbatdi. Uningdagi bir necha yil faqat jon berish oldidagi tipirlashdan boshqa narsa emas. Rasm 11 ga kelinglar. Rasm 41. Rasm 41 ga. Mana Ahmadjon Qosim yetakchiligidagi Sharq Turkiston xalqining Manasdan o'tib, Ahmadjon Qosim yetakchiligida Sharq Turkiston xalqining Manasdan o'tib Urumchini ozod qilamiz degan shuari 11 bitimni yezib chiqishga aylanadi. Hatto bu rasmda u Zhang Zhuzhong o'tirdi. Ahmadjon Qosim uning bir kotibidek o'tirdi, qarasangiz. Zhang Zhuzhong o'tirdi. Hayvati kiyimi bilan. Tuvanda o bir ishki numaraga rasmdagi odamlarning ismligi tuvanda bunda yozilgan, ha? Rasm 42 ga kelinglar. Tuvandagi rasmga, tuvandagi. Rasm 42. Ha, mananga. Ishkini turibdi, ha, bir mana tajovuzchiga qarshi kurash, kishilik huquq talab qilish faoliyatga aylangandan keyin tunugun Xitoyni qo'g'lab yurgan bu ofitserlar tuanki rasmga 42-chi rasmga olib chiqqan. Mana tajovuzchi qarshi kurash qilish, kishilik huquq talab qilish faoliyatga aylangandan keyin tunugun Xitoyni qo'g'lab yurgan bu ofitserlar oydirimda Xitoyning oldiga salom berib chiqadigan bo'lib ketdi.
Ma rasmning sol tarafi G'ini Botir ichiga olgan va Xitoy tajovuzlarini Manas daryosigacha qo'g'lab borgan milliy armiya ofitserlari. O'ng taraf Aydırımga berib, Zhang Zhuzhong yetakchiligiga Xitoyga salom berib va kulimsirab kutib olgan Ahmadjon Qosim bor. Ikkinchi Cumhuriyatning bosh yetakchisi bo'lgan Ahmadjon Qosim tajovuzchiga vakillik qiladigan Xinjiang o'lkining vakili bo'lib, Kuomintangning poytaxti Nanjingga berib, Xitoy hukumatining yig'iniga qatnashdi. Buningdan Ahmadjon Qosim bu asla tajovuzchiga qarshi harakatni zulm qilguvchilarga qarshi harakatga burilib ketganligini bilalaymiz. Bir davlatning bosh yetakchisi shu o'zini besib olgan tajovuzning poytaxtiga, shu tajovuzning vakili bo'lib, shu tajovuzning qurultayiga qatnashdi. Temur xalqi bilan G'ujiniyar Xitoyga bosh egib Urumchiga berdi. Ahmadjon Qosim uddul Nanjingga berdi. Nanjingga bordi. Nima rasm 43 ga kiring, rasm 43. Tamam. Sol taraf Ahmadjon Qosim 1946-11-12 kuni Urumchidan aeroplan bilan avval Shanxayga, andin poyezd bilan Nanjingga borganda Xitoyning muhim arboblari Li Zongrenni bilsizlar, keyin Kuomintang'niki bir mezgil prezident bo'ldi. Li Zongren oldiga chiqib kutib olgan. O'ng taraf 1946-yil 11-22 kuni 1946-yil 11-22 kuni Zhang Jieshi ziyofat berib Ahmadjon Qosim va Abdukarim Abbosovni kutib oldi. Bu vaqtlarda Ahmadjon Qosimning Sharqiy Turkistonni mustaqil qilman degan ong tamoman g'oyib bo'lib bo'lgan. Ahmadjon Qosim bilan Zhang Jieshi uchrashganda bu ikkisining o'rtasida nima paranglar bo'ldi? Bu to'g'riliq material aniq emas. Ahmadjon Qosim ve Abdukarim Abbosov bu to'g'riliq suhbat xotira qoldırdimi? Bunu men aniq bilmayman. Bununla men Uyg'urlarning tarixchiligi Qahar Barat, Nabija Tursun ve başka tarixchilar Qurbonvali bular yizbaqsin, bular deb baqsin buni. Lekin bununla men Xitoycha materiallarda izlanib, bu ikkisining o'rtasida nima parang bo'ldi? Shuni izlanib baxdim. Xitoycha materiallar, Uyg'urcha materiallarni topolmadim, Ruscha materiallarni men bilmayman, İngilizce materiallardan bu chiqmadi diye bu ikkisini o'rtasida suhbat nima bo'ldi deb izlanib baxsam, rasm 44 ga kiring. Rasm 44. Manınğa. Tayvan'da nashr qilgan Xinjiangdagi 70 yil burun chopqon Xinjiang Funbao Qixlian degan 12 qismli kitobda mundaq yozma bor ekan. Men ham so'zla tuvan yozib qo'ydim. Men shu kitobning tarjimasini o'qib beray. Chiqni o'tirga parang bu Zhang Jieshi bilan Ahmadjon Qosim o'tirga parangni yezgan odam. 1946-yili noyabrda Ahmadjon Qosimni o'z ichiga olgan, Ahmadjon Qosimni o'z ichiga olgan 18 Xinjiang vakili Nanjingga berib majlisga qatnashdi. Ahmadjon Qosim hay'at raischisi a'zosi bu hay'at riyosatchisi a'zosi bo'lib saylandi. Yig'in jarayonida Ahmadjon Qosim yetakchiligidagi 3 viloyat vakili Qurultayga Xinjiangni Jungo Cumhuriyeti ichidagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetiga o'zgartib, uningga yuqori darajalik avtonomiya berilsin deb talabini yig'inga yo'llaydi. Jungoning ichida o'zining davlat bayrog'ini tiklashni, shuning bilan bir vaqtda davlat armiyasining Xinjiangdan chekinishini talab qildi. Bu amaliyotda nomidagi mustaqil bilan barobar. Zhang Jieshi darhol uni qoyil qilish uchun Zhang Jieshining o'g'lini avatdi. Zhang Jieshining kundalik xotira daftarida shundoq yozilgan. Samimiylik va haqqoniylik bilan fikrni o'zgartirmaydiganligimni bilmayman. O'g'limni ularning bu masalani o'ttirga qo'ymasligiga qoyil qilgani avatdim. Men yanala uni qutuldirib qilishni umid qilaman. Ahmadjon Qosim qoyil bo'lgandan keyin bu taklifni qaytirib oladi ekan. Bu kitobda yozilgan ikkisining o'rtasidagi parang mana mush ekan.
Ben bunu çok izlep kettim ya bu kitapni. Cankeş amal bulmasın Cankeşni ben yanla onu kutu Şark Türkistan yanında hükümetin içi ekirishni ümit qilman ekiralamdim yo'q uqmayman deb. Bu aslimidan ikki narsani oshkorlandi. Jankeshi Sharqi Türkistonni saqlab qola oladiganligiga to'liq ishonchi yo'q ekan. Agar chiqib ketsa mayli dedi. Amal yo'q ekan. Aysa kimning qiyliq bir maxfiy mecitba aşı hüccetler müşketler bağımı uqmayman. Şarqi Türkistan mustaqil bo'lib chiqib ketsa uni to'solmaydi ekan Jankesh. Ham to'siydiganmi amal yo'q, mening amalim yo'q debdi ekan. Hani kitapta uçuk Cankeshning so'zlagan so'zi ash kitap. Ahmadjon Qosim mustaqillikni emas, Xitoy konturlikdagi oliy avtonomiyani talab qildi. Ana bu. Mana ma kitap Ahmadjon Qosim shuningki so'zi rasmda ko'rsanglar, rasm shu so'zi ma'ba o'qigan mana yozib mush kitobda ilib menga yozib qo'ydi. Rasm 45 ga ekan. Ha, tuan turdu Jang Jingwon. Mana ma rasm. Jang Jingwon aslimisi. Jang Jingwonni bilmasanmisa 11 bitimni tizim qo'y Ahmadjon o'tgan. Jang Jingwon aslimisi shundoq yozgan. Jankeshi fursatdan foydalanib Ahmadjon Qosimga shundoq dedi. Hukumatning Şinjan zaminini ve xalqning manfaatini qo'g'dashdan boshqa niyat ve orzusi yo'q. Jankeshni bu aslida Jankeshga Sharq Turkiya masalasini harbiy ish bilan hal qilish umid harbiy ish bilan xato tarjima to'liq so'zlab berish. Sharqi Turkiston masalasini harbiy ish bilan hal qilishdan umid yo'qligini, faqat tinchlik bilan hal qilish kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Ana Jinshi Jeje Yiwu Xinwang Sharq Turkistonni harbiy bilan ish bilan hal qilish tamoman umid yo'q debdi. Mana Jang Jingwonning kitobi qo'yilib bu Sharq Turkistonni yozdi. Shu to'liq yozildi. Mana so'ng tarafdagi Jankeshning Ahmadjon Qosim degan gapiga Jang Jingwonning oxirgi Jinshi Jeje Yiwu Sharq Turkistonda harbiy bilan ilish mumkin emas, bizni tuydik debdi. Mana Jang Jing o'zining shu 11 bitim tuzilgan Jang Jing'ninki aslida Sharq Turkiston biz harbiy kuch yo'q tan qilmaymiz deb. Bir tarafdan ikkinchi Cumhuriyetning siyosiy komissari Abdurahim Abbasovning ikkala xotini Xitoy. Birinchi xotini o'lsa, ikkinchi xotini yana Xitoydan olgan. Abdukerim Abbasov Xitoy millati bizning dushmanimiz emas deganda Ahmadjon Qosim uningga siyosiy olim deb baho berdi. Abbasov Xansu ishxonasi qurib va Xansularning turmushini hal qilishni o'tirg'a qo'ygan. Yana Xitoy gazeti Demokratiya xabarlari Minjubaoni va Xitoy maktabini asliga akilishni talab qilib tavsiya qilgan. Abbasov yana yetim bolalar organini qurib bir to'p Xitoy yetim bolalarini beqib olgan. Abbasovning tartibiga bionan 1945 2 24 kuni Sharq Turkiston hukumati 24 nomerlik Xansularni qo'g'dash qarorini chiqargan. Manbasini yetib qo'ydim o'qisanglar. Mana bir davlatning siyosiy mudiri degan shu davlatning siyosatiga aniqlama va tushuncha beradigan odam. Sharqi Turkiston Cumhuriyetining siyosiy mudirining ikkala xotini Xitoy tursa va Ahmadjon Qosimning eng yaqin maslahatchisi bo'lsa, bu millatda qandoq Xitoyni tajovuzchi degan fikr, ko'z qarash, plan, umid, orzu, g'oya, intilish, maqsad, ideologiya tarbiyalanib chiqadi. Davlatning siyosiy mudiri birinchi Xitoy xotini o'lsa, darhol ikkinchi xotini yana Xitoydan olsa, bu millatda qandoqmi Xitoy tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarib, mustaqil davlat tiklaymiz degan irodachilik, iroda falsafasi, iroda birlashish va iroda ta'limoti yetishib chiqadi. Muhabbatini Xitoyga bog'lab etgan va Xitoyni kunda qo'yinida quchoqlab yotgan odamda qandoqmi Uyg'ur ayollarga bo'lgan muhabbat, Uyg'ur millatiga bo'lgan kuyinish va tajovuzchi Xitoyga bo'lgan qattiq g'azab shakllanadi.
Bu adam Şərqi Türkistan'ın siyasi müdiri bulsa ve Ahmetcan Qasım onu siyasi alim deb baktsa, bu millet kandak kılıp irade qalayimqanlışdan, irade tosqunluqqa uçurishdan, irade acizlishdan, hatta iradesizlik sarangı bulup qilishdan qutula olsun. Xitay xotun alsa, o Xitaydan xotun alsan, o Xitay senin mingangni yükle kalmaydı. Senin üçey, öpken, yürek, cigirin, börek, kazak, bütün tumurunu yük taşıydı. Yana bir taraftan İsa Yusuf Alitkin şu davrki Xitay hükümetiga yordamlashib ikkinchi Cumhuriyetga qarshi harakat qilgan. Bir İsa Yusuf Alitkin to'g'ri. İkinci Cumhuriyet masalan ikkinchi Cumhuriyet G'o'jida shuncha qo'zg'olon bo'lib, Qashqarda qo'zg'olanmagan. Qashqarda harbiy quranmagan. Nimish quranmagan. Uyg'urlarning eng cho'ng kuchi bo'lgan, Uyg'urlarning eng napusi ko'p bo'lgan Qashqar qo'zg'algan İsa Yusufninki xizmeti şəhətli baylarını qol keltirib, şularni Cumhuriyetga qatnaşdırmaqdı. Xitay hökumətinə boysundur. Şuna çıxaq, 3-cü Cumhuriyet 5 yıl əşəl bolğanda Qashqar tərəfdə bir muntizam armiya, hətta əskər Qırğızmı ularni əldə ekənməpdi. Şu vaxtda İsa Yusuf Alitkin demdik. Şu adam bütün Qashqarda Uyg'urlarninki birinci Cumhuriyetke, ikinci Cumhuriyetke maslashib harbiy qurolli qo'zg'olon qo'shni oldini olibdi. Xitoyga cho'ng to'kib qo'shdi. Bu Cumhuriyet vayron yana bir tarafdan İsa Yusuf Alitkin şu davrdagi Xitoy hukumatiga yordamlashib, ikinci Cumhuriyetga qarshi harakat qilgan. Bu Cumhuriyet vayron bo'lmay nega bordi? Cumhuriyetning yetakchisi Ahmetcan Qasım Xitoyning poytaxti Nanjingga berib, Sharqi Turkiston Xitoyning bir qismi ekanligini qabul qilib, mustaqil emas oliy avtonomiya talab qilsa, yana bir tarafdan Cumhuriyet siyosiy komissari Abdukerim Abbosovning ikkili xotini Xitoy bo'lib, Xitoy tajovuzini dushman deb qaramasa, İsa Yusuf Alitkin Xitoy bilan birlashib, Osman Baturlarni quturtib, Sharqi Turkiston qarshi harakat ilib borsa, İkinci Cumhuriyet'nin tayançıları, bu satqın, ikinci Cumhuriyet'nin tayançıları, bu satqınçılıkni to'sash mayaqda tursun, Ahmetcan Qasım ve Abdukerim Abbosovlarning keynidan erishib chavak chalsa, bu Cumhuriyet mag'lub bo'lmay nega boradi? Bu Cumhuriyet'nin dastlabki tajovuzini qo'g'lab chiqarib ve mustaqil davlat qurmish degan yüksek kurash Xitoy poytaxtiga ta'zim qilib berib ve avtonomiyani talab qilib, Xitoyning tajovuzchi salohiyatini yo'qotib, bu tajovuzchini qo'g'lab chiqarib mustaqil davlat qurish kurashni va Xitoylarning zulmiga qarshi harakatga burmilaversa, bu Cumhuriyetga o'limdan boshqa yana nima bu yo'l bor? Rasm 46 ekrana, rasm 46. Musha rasm. Bak sol taraf Abdukerim Abbosovning xotini Lusu bilan 1946 tushgan rasmi. Bu Xitoy xotinining Uyg'urcha ismi Aliya. On taraf Yusuf Abdutekin Osman Batur bilan. Shu vaqtlar Osman Baturlarni quturtib chiqgan Cumhuriyet qarshi turg'izgan odamlar. Bunun bilan Sharq Turkiston xalqi tajovuzchi Xitoy bilan birlashib, Sharqi Turkistonda Xinjiang birlashma hukumat qurildi. Bu hukumatning raisi Zhang Zhizhong bo'ldi. Sharqi Turkistonning bosh yetakchisi Ahmetcan Qasım uning Zhang Zhizhongning yordamchisi bo'ldi. Ahmetcan Qasım Sharqi Turkistonning mustaqilligini sotgan 11 bitimni Sharqi Turkiston xalqining g'alabasining simvoli qilib Sharqi Turkiston xalqiga sotdi. Sharqi Turkiston xalqi bütün mol mulki bilan, qizg'inligi bilan, o'g'il qizlarni qurbon qilishiga bo'lgan roziligi bilan qo'llab kelgan milliy armiya qo'mondonligi, ziyolilari, tayanchilari va diniy arboblari bu 11 bitimni gulduras olqash sadolari bilan yangritib qizg'in qarshi oldi. Men nima 2013-yili ya 2006-yili G'uljiga borganda bir qadim G'uljining ziyolilari bilan o'tganda, G'uljining ziyolilari 11 bitim to'g'riliq parang qilgan. 11 bitimni e'lon qilsa, bütün zaldagi odamlar chiqib, 7-8 minut to'xtamay mushta chavaq chog'andi.
Ben şu vaqtda birisidan sordum. Aşı çavak çamağanlar barmıke desem, ben aşını ızlanıp baktım, çavak çamağı adam yok ki deyim. Tapamadım deyim. Bu 11 bittim, qandaq bir ulug' fursatni yo'qotganligini his qilmagan xalqmi qizg'in çavak çaldı. Ular çavak çapganda, çalıyıb, nimaga çalganligini bilmay çalmaydı. Çalıyıb berganda, xuddi Xitoyning yozuvchisi, mana shu Lushin shundoq degan. Xitoyning bir gapi bor Lushinning. Bir qavuşsa şu məllikə barlıq işlər tən qavuşuydu. Lekin nima üçün qavuşuyotganligini uqmaydı. Mushundaq galvançılıqda Şərq Türkistan xalqi yana şu dozaqqa qarab to'xtatqani bo'lmaydigan suratda qadam tashlaydi. Ta bugungi kunga qadar dunyo Uyg'urcha Şərq Türkistanning mustaqilligini to'kma bozor qilib satsimi, hatto Uyg'urlarni indigenes qatorga satsimi, Uyghur xalqi g'alaba qilayotganda rozilik bilan va xushhallik hissiyot bilan xush puroq chechib turdi. Dunyo Uyg'ur qo'rqining mush mustaqillikni davomli setishiga pul so'g'at qilib turdi. Rasm 47 ekranga rasm 47. Aşağısına koyarız. Ya mana. On taraf 1890 o'ng taraf 1898 Xotan. Ha, Xotandagi odamlar bir birisinin Kavustonda nima taqaq qo'yib ko'rdinglar 1892 Xotan. Xotanda vaqtlarda Xotanda Xitoy yo'qil desangiz bo'ldi ashiq umrdan. Butunlay 100 Uyg'ur desangiz bo'ldi ham 99.99. Ashad ya 20 Uyg'ur boshda kelgan ya 20 Xitoy bor. Shular ash Uyg'urlarni bütün Uyg'urlar ashaq bosh yigib yurganda gapda va Uyg'urlarning galvonligini ko'rdingiz. Ma sol taraf bo'lsa birlashma hukumat qurilgan yig'in. Zhang Zhudong bilan Ahmadjon Qosim o'ltirdi. Birlashib qo'yganlar. Jiang Jieshi Tayvanga ketdi. Mao keldi. Sharq Turkiston mustaqil bo'ladigan tarixiy fursat Uyg'urlardan saskinib va zerikib, Uyg'urlarga keyinni qilib yaroqlab ketdi. Qizil Xitoy Sharq Turkistonga to'solg'isiz kirib keldi. Xitoyni qo'g'lab chiqarish uchun qurilgan milliy armiya Xitoy armiyasini tugilish bilan oldirash bo'lib ketdi. Rasm 48 ga qilim. Sen yuqorilasınız mana. Ma rasm 48. Sol taraf Xalq ozodlik armiyasi Sharqi Turkistonning kirish eg'izi Shinshaga kirgan vaqtdagi ko'rinish. O'ng taraf Sharq Turkiston milliy armiyasi bilan Xitoy ozodlik armiyasi Manas daryoda uchrashgan vaqt. 4 yil Manas daryosida yetib, mushu oqibatni saqladi. Buni kimdan ko'ramiz? 4 yil yetib eng oxir oldi ularni kutib ol. Buni kimdan ko'ramiz? Rasm 49 ga qiling. Mana sol taraf rasm Sharq Turkistonda Xitoyni kutib olish faoliyatlari keng ko'lamda yamrab ketdi. Sol taraf Sharq Turkiston xalqi Xitoy askarlari bilan birga mashg'ulot o'ynab qizib ketdi. O'ng taraf 1950-yil tezda hech qanday Xitoy bu yoqdan kirib bo'lguncha qizil bayroq Shinjongda lapildaydi degan cho'ng tipdagi o'yin sahnalarda qo'yishga boshladi. Rasm 50 ga qiling. Ha mana. Yo'q, rasm 50 ga. Ha, 20 ga. Mana shu. 1950-yil Qashqarga kelgan Xitoy askarlari. Endi Uyg'urlarning Xitoyni qizg'in qarshi elishdan boshqa nima chorasi bor? Qulluq zanjirini boshqadan taqash majburiyatga aylandi. Majburiyat. O bunday sanlar qulluq zanjirini taqash Uyg'urlarga bir farz bo'lib qoldi. Ma rasmning sol tarafi 1950-yil Qashqarga kelgan Xitoy askarlari. Ma o'ng taraf 1949-yil 12-kuni Qashqar xalqi ozodlik armiyasini qarshi olmoqda. Rasm 51 ga qiling. Rasm 51. Xitoy vaqtini isrof qilmay har qanday qarshi turgan armiyalarni tez yo'qotishga boshladi. Buni Sharq Turkiston xalqining qo'li bilan amallashtirdi. Butun Sharq Turkiston boylarning hamma sol taraf 1950-yili kuzda Urumchida bir mujahidini qo'lga olgan ko'rinish. Bu mujahidini tutib bergan yana shu Sharq Turkiston xalqi.
Mücahit. Mücahit demdik. Mücahit. İkinci Cumhuriyet'in yetekçileri bizni Xitayga setip etkendan keyin odatdagi fuqarolar endi bizga setish vaqti keldi deb o'ylagan o'xshaydi. Bu rasmning o'ng taraf 1954-13 Osman Batur ve başkalarını Ürümçide uçuk aşkara ölümge icra kılgan görünüş. Osman Batur'un tutup bergen yana şu Milli Armiya koşunları. Milli Armiyalar tutup Xitaylar nerede bildi onu? Milli Armiya Xitayını qoğlaydıgan yol vasıtın öz milletini qoğlaydıgan işitqa ayınılıp getiyordu. Resimli 52'ye kılın. Ana tüvendik resim. Şunun bilen Şarkı Türkistan halkı pədini özgertip, Xitay bilen bir sette turup Amerika'ya karşı qasam içişke başlaydı. Sol taraf Seyfettin Aziz bilen Wang Jing Amerika'ya karşı qasam beriyotgan görünüş. Oң taraf Seyfettin Aziz Mao Zedong'a tom soğat kılıvatkan görünüş. Resim 53'e ekilini. Çoğun xəriti var resim. Mana resim 53 bu Xitay armiyasının 2. ve 6. armiyası Şarkı Türkistan'a yürüyüş kılgan yolu. Aş kızıl muşundaq 2 yolga muşlan hemmesi aş Xitayning şu Şarkı Türkistan yolu. Bunu Mao Bingtuan Kırgız Mıkansı'nın ilvağı. Ma'adık nimege tor kırsanlar şu vaqtlarda Xinjiang Bingtuan tor battı. Şu torda nurgun resimlerini şu vaqtdaki resimlerini şu yerden algan. Resim 54'e gelsek Mustaqillikni satqa 11 bitim. Xudayim bo'lsa keyingi suhbatlarda bu 11 bitimni bitim bo'yicha o'tib boramiz. Bitim bo'yicha analiz qilamiz keyingi suhbatlarda. Men mayliqi hozir nurg'oyat tanqidlayman. Dunyo Uyg'urlarni mustaqillikni sotdi deb. Nima uchun ularni bütün analiz qilib ko'z qarashimni shu vaqt to'liq to'xtayman. Hozir shu qisqa deydigan gapim, shu oddiy dehqon bo'lgandek dehqon til deyman. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga jannatning biltini setib, do'zaxga boshlabman. Mushuning bilan men bugungi suhbatimni misol oyoqlashtirman. Savolinglar bo'lsa javob qilaman. Bo'lmasa men mishada oyoqlashtirib ketaman. Bir sual vacip bo'lganda qildi. Bo'lsin, shu bayatni Ahmadjon Qosimov aloqador nurg'un bayonlar ilgirim bo'landi. Bugun biraz ochiq va aniq shaklda ifodalandi. Undaqda Xitoy nima uchun o'ziga o qadar yaxshilik qilgan yoki Uyg'ur Sharq Turkistonliklarningki taqdirini Xitoyninki mustamlik zanjiriga bog'lab xizmat qilgan, to'hfa qo'shgan yoki shuningga ma'qi degan bundaq kishilarni aeroplan vaqasi degan shaklda bundaq bir narsalarni qashlab o'ltirib etdi. Bu kommunistik bu yaxshi savol. Masalan, Stalinni hisob qilsangiz, Stalin huquq olgandan keyin shu vaqtda o'ziga eng yaqin xizmat qilganlarning hammasini o'ldirdi. Sabab nima? Mao Zedong huquq olgandan keyin o'ziga xizmat qilgan Liu Shaoqi, Peng Dehuai, qo'ldagi odamlarning hammasi vayron qildi. Xitoylarda azaldan masalan Ahmadjon Qosimning nimasi tuydi, tutganki u bir uni hech qanday qimmat qildi, uni o'ldirib tashlab etdi Xitoylar. Masalan Xitoylarningki masalan Ming davrini qurgan Mao Zhuyanzhang huquqni olgandan keyin shu o'ziga qolgan xizmat qilib jangdan ofitserdan tortib generalcha 10 minggacha odamni hammani o'ldirdi. Bu Xitoylarda Stalinmi shunday. Stalin şu vaqtda o'zining bütün qo'mondonlarini Lenin davridagi hammasini o'ldirib yetdi bu. Ular qimmat qolmadi. Ya'ni ular bu ilgariki ko'rsatgan tuhfalar muhim emas, bundan keyingi uningga lozim ehtiyoj tushmaydiganlik muhimkanda Xitoyning nazarida. Shu yo'lda uni har qanday Xitoylar bir odam ishiltib bo'lgandan keyin o'ldirib yetdi. Endi men yana bir nima so'zlatma Xitoy idiomlardan Xitoy güneyildi. Xitoylarning o'ziga yaxshilik qilgan odamni o'ldirish emas. Men Xitoylar nurg'unlar Xitoylardagi Wang Fuyi degan bir hikoya bor. Bu hikoyani misol burun bir so'zlab o'tgan ekan, nurg'unlar tushunmayotdi. Mushu Xitoylarning sizlarga mush savolinglarga javob ber. Burun Xitoyda bir shaharningki sud boshlig'i bo'ldi ekan. O sud boshlig'i bir jinoyatchini tutib kelgandan keyin bu jinoyatchini o'lim jazosi qildi.
Lekin bu jinoyatning 5 balası var ekan. Bu 5 balası olgan ekan bu so'tchining sal ichi og'irroq bu jinoyatni qochirmaydi. İcildinki bu cinayet bu so'tchi yiliq bir Xubey shahriga borsa bu jinoyat shu yerga buni so'tchini uchirishib uyiga akilib buni mehmon qildi. Mehmon bo'lib kechda bu jinoyatchi so'tchi shu uyda uxlayotgan vaqtida bu jinoyatchi ayol bilan paranglashdi. Bu mening jinimni qutuldigan odam. Men buningga qanday yerdan yaxshilik qilsammi, buningki men qilgan yaxshiligini to'layolmayman. Men bunun oldida mangu beshim tuvan turdi. Buni qanday qilamiz deganda, buningdan keyin buning oldida beshimiz tuvan bo'lmaslik uchun buni shuqum o'ldirib etish kerak deb buni o'ldirdi. Shunday Xitoylarda bir azaldan Wang Enfuyi degan bu gapning ma'nosi sana bir odam jiningni qutugandek yaxshilik qilsa, sen o odamning oldida mangu bosh ko'tarolmaysan, pul berib bosh ko'tarolmaysan. Birdan-bir beshingni ko'targan bo'lsa, shu sana yaxshilik qilgan odamni o'ldirib etish kerak. Xitoylarda Wang Enfuyi degan idiom mushningdan kelgan. Mushu savolingizga javob ber. Mush millat sizni nerede bor dunyoda? Sizga yaxshilik qilgan odamni ashnaqa bo'lgan minnatdorlik qalbingni yo'qotish uchun o'sha odamni o'ldirib etish kerak degan siz nereden anglab bakkan bir dünya millati? Mana mishal. Yanlışı yok bir fikir bu. Yeni biri ma bu zulümge karşı mı tecavüzçü mü degan bu ikki sözde bir xil mantiqilik zıtlık var deb tuyg'u berdi insonlarga. Yani zulümning tecavüzçülük mü zulüm paydo qilgan amel. Lekin zulüm mü yani ishkilisi zalim jihatda zulüm qilish jihatda o'xshash degan bir nim bor yani. O'xshamaydi biri. Masalan, Xitoylarda kommunist xalqqa zulm qildi. Masalan, zulm degan o'zining millatidan keladi. Har qanday o'zida diktatorship bo'lsa, uning keladi. U ichki ziddiyat bo'ldi. Tajovuz degan tashqi ziddiyat bo'ldi. Zulm degan tajovuzchidan kelgan zulm. Qarang, tajovuzchi sizni qulluq qilish zulmi bu. Ma ichkidagi o'zingizdagi zulm bo'lsa, o'zingizning millatini qiyinlash, azoblash zulmi ikkisi o'xshamaydi. O degan munqarzi davlat bo'lasiz. Mushu davlat aylansiz. Mushuningda hozirgi misolan hozirgi shu dunyo atalg'ilariga nazar solsak, mushu ikki fikr ko'z qarash bilan kishilik huquq targ'ibot bilan ilib berayotgan bütün hareketler şu zulümü karşı hareketler kategorisi kirdi hazır. Şu deymen bu. Mesela bir dava kılıvatmış ben ne çıkıdım dedim. Dava degen. Dava degen adette halkar umumiyetlik neysin? Üç nesini işçi aldı. Zuvan, sözleş erkinliği, itqat, dini erkinliği, Kur'an erkinliği. Xitaylarning meyadiki Xitaylar demokratiya da'vatida Xitoyda demokratiya yo'q. Chunki ular demokratiya chiqmaydi, mumkin emas, qabul qilmaydi. Masalan, bu telefunda siz gaynalarni qochilalaysiz. Chunki ma telefoningiz ashuni qochilashga qabul qiladi. Gaynalarni qochilamaysiz, ma telefoningiz uni qabul qilolmaydi. Ma telefon degan qattiq detal. Siz ila qochilmoqchi bo'lgan narsaga yumshoq detal. Siz Xitoyni bir qattiq detal desangiz, demokratiyani bir yumshoq detal desangiz, u yumshoq detal Xitoy qattiq detalga so'lanmay tushmaydi. Dunyoda demokratiya Xitoy yo'q. Şuna shuning uchun demokratiya Xitoyga bu Uyg'urlarning teppagan bir gepi iliq Ahmadjon Qosimning bu bizni bosimiz degan Xitoylar o'xshash bizga Xitoylar dushman degan o'xshashli bir gap Xitoy demokratiya qochilim u ideya chiqmaydi Xitoylar. Endi masalan men oldi kelganda men dedim bu dunyo davo degan uch bo'ldi. Tuproq davosi, zuvan davosi, diniy itqod davosi. Masalan Xitoylarning meyada chet qilayotganlarini bularning qilayotgani zuvan davosi. Men borsam erkin so'zlab erkin qilsam deydi. Bularning tuproq davosi emas. İtqod davosi emas. Al masalan Falastinliklarning qilayotgani tuproq davosi, itqod davosi emas, zuvan davosi emas. Falastinliklar nima gapni qilman deb qiladi, namozini o'qiydi, mechitga bordi, unga hech nima qilmaydi, taslim qilmaydi. Bizning davorimiz bu 3 davo yug'urilib ketgan davo. Bu 3 davoni ortida, lekin buning eng muhimi tuproq davosi. Tuproq davosi hal bo'lsa oshib ketishi hal bo'lmaydi. Oshib ketsa hodisa tuproq manba.
Shuning uchun bu tajovuzchiga qarshimi, zulm qarshimi degan menda bu tarixni analiz qilsam, bizning ip bo'lgan harakatlarimiz hammasi zulm qarshi harakatga, tajovuzchiga emas. Zulm qarshi harakat bo'lganki, u sizning bir qismingiz bo'ladi. Tajovuzchi sizga zulm qilishi birinchi o'rinda emas, sizning manbasingizni elish birinchi o'rin. Shuning uchun bu ikkisining farqi aniq bo'lishi kerak Uyg'urlar. Ichki medyatlar tashkil nurg'unlar bu zulm Uyg'ur tashkilotlari bu zulmatlarga dunyo huquqining hayatlari o'sha sizning ekraningizda kishilik huquq bilan mustaqillikka o'xshash gaplar sizning ekraningizda so'zlagan. Ya o so'zlaga mana ular ashuni birlashtirish uchun Uyg'ur xalqini qaymoqtirdi-da. Indigenous degan bo'ldi, Uyg'urlar indigenous bo'ldi deb yerlik millat deganni olgan, ilib olgan, lekin indigenous degan shu makonda tarixdan asli yashab kelgan, lekin davlat qurib boqmagan va davlat qurish huquqi yo'q millat degan ashikni ilib. Shuning uchun bu aniqlamalarga aniq bo'lishi kerak. Tamam. Ahirgi cümlenizi yoqtirdim. Bularni o'sha hamma narsa ushqavatimiz. Ya'ni huquqlar. Biz hozir tilimizni ishlatayotgan dinimizdan tortib siyosiy, milliy ve ijtimoiy hayotimizdagi iste'molimizda qo'llanayotgan nurg'un narsalarning asli uqumini bilmaydi ekanmiz yoki xato tushunib oldik ekanmiz biz. Meselenin kelib chiqish manbasi mo'shundan ekan. O'sha talab qilinayotdi haqiqatan uqumlarimizga qaytadan qarab chiqish, her bir meseledeki oturup qo'yilgan her bir sözün cümlenin zaten qandaq bir cümle emas, hatta sözün bir sözün haqiqiy o'lchamlik ma'nosidan nima ekanligini Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqi har bir so'zning boshdan o'rganishimiz lozim ekan. O'rganishning eng yaxshi usuli, o'rganishning eng yaxshi usuli o'tirib o'ylab kelsangiz, cho'qim yezib ashuni ifodalab beqing. Siz qalamda yezib ifodalamagicha shu so'zga aniqlik berolmaysiz. Aldığınızda bunda o'ylab degan o ifoda emas. Aşı siz oddiy bir so'zni ifodalab beqing. Aşı ifodalsangiz, endin masalan Uyg'urlar tarixda masalan aniqlama tuzsizlik degan nima bo'lsa Uyg'urlar bunda sijab qo'ydi. Tuzsizlikqa ikki nuqtaning eng qisqa orlig'i deganni aşı birin aniqlik berolmagan. Ha masalan küpük degan nima bo'lsa cho'rni kusuni qo'yib bunday chiqib mana küpük deydi. Aşı küpükni ifodalab beqing nima deganda g'arblar küpük degan ikki moddaning kechishi degan, ichki bir modda sifatga. Aşının bilan hozirgi zamon bütün aeroplanlarninki taraqqiy qilishiga zo'r kuch qo'shgan. Siz har qanday narsani ifodalayman desanglar, og'zinglar demanglar. Avval aşını yezib beqinglar, yoza olamsizlar. İfodalab, yezib gapinglarni o'qibinglar, aş to'liqmi? Shu vaqtda oddiy bir so'zni aniqlik berish uchun gay vaqtida bütün vaqtingiz ketadi. Aşını ifodalab, to'liq ifodalab chiqishga aniqlimi degan gap bizda yo'q. Aniqlimi degan gap nima degan gap desangiz, definition biz aniqlimiga Xitoycha diniydin kelgan Xitoylarda yo'q. Aniqlimi degan bir gapni, bir hukmni eng oddiy lekin eng mukammal so'z bilan ifodalash. Uningga bir so'z qo'yib qo'ysangiz ortiq bo'lib ketadi. Bir so'zni ilib olsangiz kam bo'lib qoldi. Aşını aniqlama deydi. Biz matematika kasbida aniqlama degan gap. Men bu Uyg'urlarda hozir siyosiy sohadagi hukumatga qalaymanchilik noyoq ekan. Men bu birini tayyorlayapman, siyosiy sohadagi hukumatlarda birini tayyorlayapman. Xudoyim bo'lsa bir kuni ekranimiz pika bo'lib qolgan chiqamiz. Bo'ldi. Bugun nihoyat yaxshi bo'ldi. Ahamiyatli bir suhbat bo'ldi. Ko'ngil qo'yib anglag'uvchi insonlar cho'qim manfaatlar bo'la oladi. Aziz qarindoshlar, boshqa qarindoshlarning manfaatlar bo'la qilish uchun taxt qo'yishinglarni tavsiya qilamiz, umid qilamiz. Chunki o'xshash manbadan rizqlangan kishilarning o'xshash fikrga kelish musofasi qisqa bo'ladi. Shu oramizdagi murakkabchilikni osonlashtirish, uzunlikni qisqartirish maqsadida o'zaro manfaatli narsalarni bir-birimizga tavsiya qilish orqali qisqa nishonga pat fursatda yetib boradigan bir aloqani kuchaytirayli demoqchimiz. Mevlanka ko'p rahmat, yaxshi izlanishlar. Men bir ig'iz gap qaytayman. Xo'sh. Qandaq birini o'qiganda cho'qim ashuni tanqid qilish nuqtadan chiqib o'qinglar. Shu vaqtida ash kitobning mazmunini to'liq tushunsizlar, o'zingizlarga qabul qila olasizlar. Men nurg'un Uyg'urlarning, tarixchilarning, yozuvchilarning yozishini yozganda misolan
Muş Ahmetcan Qasım yazganda, Ahmetcan Qasım buyuk daimiz, buyuk ideyerimiz, buyuk rahman, nurgun, aktif sözler bilen ifadelaydi. Bular ideyesi avval şunun bilen şekillenip bolgandan keyin bularning yazgan narsalarni aşını ispatlash uchun yazdık. Aşını kuvvetleş için materyallarını analiz kısmı aşını ispatlaş için yazırken şunun için bularını yazgan tarihi kitaplarını okup gitip beri bu tarih kitap mı ya roman mı dep kaymak kaldı. Bunun için bu nurgun yazmalarını okuyma. Buların kalısı bitti poptu. O muşunda ademde poptu. Onda bu o yazgan ideya kumandanlık jıga materyal analiz kıldığı için bütünlay şunun ideyesini ispatlaş için yazırdı. Her qanday adam yazganda çoğun aşını qilganda tanqidiy ideya bilan. Shunda nima xatolik bor, nimani deb chiqa olayman. Shunda nim kamchilik bor degan shuni nishon qilib qo'mondan material o'qisanglar, materialni o'zinglarga singdira olasizlar. Vaqt o'qigan material, g'arla uni meta o'qib ketgan materiallardan jiq o'zinglarning yodinglarda, analizinglarda, o'zinglarning qalbinglarda qoladi. Ham yozuvchining yozgan emgak kuchiga biroz hurmatinglar bo'ladi. Oldu mening gapim tüydü. Köp rahmat. Bu ahirgi tavsiyalarınız bizim normal ictimai hayatımızdan barken bu. Kişilik alaqada olsun, bir narsaga nisbatan ko'z qarash olsun, eng oldidan mengimizga kirib olgan bir hukmning ichida cho'kiladi ekanmiz. Haqiqatan o'zimizni isloh qilish tegishli narsalar ko'pkan. Bunu keyingi qatimliq izlanishlaringizda takror ko'rish umididan sizlarni Janob Alloh topshirlar, omon bo'ling. Oldu, ma'qul afkamizda xo'sh. Ma'qul, rahmat, omon bo'lamiz. Ha, ma'qul, xo'sh, men chiqib ketdimmiz. Ma'qul. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu kadar bo'ldi. Bildiği xabarlar bo'lganingdek yoki ko'rganingdek, bilganingdek, oraliqda bir oz uziqib qoldik. Ko'p qarindoshlarga izlash va hozirash xarakterida salomlar bo'lgan bo'ldi. Jimjit şekilde yo'qolib ketganlar bo'ldi. Hammalarga Allohning salomi bo'lsin qarindoshlar. Put qo'limizda hayot, jon, tenimizda bo'ladi ekan. Qilinish tegishli bo'lgan xizmatlardan voz kechmaymiz. Hayatımızın ahirgacha inşallah özümüz to'g'ri ko'rgan yo'lda yolg'iz qolsakmi, yerib qolsakmi, yana yo'limizni davom qilamiz inşallah. Oldimizgi fursatlarda yana haqiqiy erkinlikning, demokratiyaning, barobarlikning va haqiqatning sadosining to'solg'usiz xalq bilan uchishish uchun biz yana qo'limizdan kelishicha xizmatdor bo'lamiz inşallah. Sizlarning xizmetimizga ijobiy, tanqidiy şekilde qarab, tanqid fikrlaringlarni aymasliklarini so'raymiz qarindoshlar. Yana bir qatimliq programni ko'rishcha sizlarni Janob Alloh topshiramiz. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.